har xil yillar bor. Har xil 5 yillikda insonlarni umuman san'at olamini, internet olamini umuman turli xil yo'nalishlar bor va turli xil san'at ijodkorlari bor. San'atkorlar o'zi bu kimlar? Bugungi suhbatlashayotgan insonimiz shunaqa deb tushunamanki, teatr san'ati bor, kino san'ati bor, kliplar san'ati bor va hozirda juda ham rivojlanib bir qanaqadir bir portlashlarga duch kelgan bir avlodda yashayapmiz. Bu Vine'lar. Bugun men suhbatlashgan inson ham mana shuni san'atkorlar turlariga kiradi. Ya'ni teatr, ana undan keyin filmlar, kliplar, bugun o'tirgan darajalari esa biz xohlaymizmi yo'qmi, kimgadir yoqadimi yo'qmi, Vine san'ati deymiz. Biz ko'chada shunaqa deyiladi. Shunaqa inson bilan bugun suhbatlashamiz. Aziz Eshonqulov. Aziz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Kayfiyat, Xudoga shukr, yomon emas, yaxshi. Men to'g'ri aytdimmi, nima deysiz? Teatr, kino, klip, hozirgi o'tirgan shug'ullanayotgan va bir darajangiz desam bo'ladi. Vine. Endi o'sha eskilarning gapi borki, zamon senga boqmasa, sen zamonga boq deydi-da. Nima deydi, zamon o'sha davr nimani talab qilsa ijodkordan, biz o'sha yo'nalish bo'yicha ijod qilishga albatta majburmiz. Chunki hozir mana qarang, boshida bilamizki, o'sha biz yoshligimizda misol uchun video kasetalar bo'lgan. Undan oldin audio kasetalar bo'lgan. Xo'p. Audio kasetalar. Ya'ni o'sha magnitofon, bizlar o'zimiz tilda aytsak, magnitofon kaseta deydi. Bizlar navoiy tilda magnitofon kaseta deb aytaydi. O'shanda endi biz yoshligimizda bizlarning yoshligimizda o'sha narsalar chiqib kelgan birinchi bo'lib, endi o'sha audio kasetada mana ustozlarimiz Mirzabek Xolmedov, Obid Asomovlarning o'sha audio kasetasida gaplarini, shu nimani kulgularini biz eshitardik. Ular o'sha audio kaseta orqali tanilgan. Xo'p. Keyin mana video kasetalar chiqdi, video magnitofonlar. Video magnitofonlar orqali masalan keyin o'sha ko'rishni boshladik. Buni oldin eshitardik, keyin ko'rishni boshladik. Unda o'sha mana konsertlar, o'sha Mirzo teatrining konsertlari, Obid A teatri, rahmatli mana Hojiboy akaning konsertlarini ko'rardik. Ular o'sha mana audio video kasetalar orqali chiqib keldi. Keyin o'sha mana mustaqillikdan keyin o'sha mustaqillik o'sha bo'lgandan keyin o'sha rivojlanib o'sha kelgandan keyin DVD disklar chiqishni boshladi. DVD disk. Unda endi kino DVD diskda asosan o'sha kino portladi. O'zbek kinosi. O'zbek kinosidan keyin mana o'sha o'zbek kino yulduzlari misol uchun Ulug'bek Qodirov, Dilnoza Kubayevalar, boshqalar masalan shu diskdan ular tanildi. Xo'p. O'sha keyin mana diskdan keyin endi hozir mana internet oladi. Internetdan asosan endi biz internetga mana endi bizning hozir mana ijodimizda o'sha qizg'in pallasiga internet to'g'ri kelib qoldi. Tushunyapsizmi? Endi to'g'ri men endi demoqchi bo'lgan gapim o'sha zamon senga boqma, sen zamonga boq. Endi men buni birinchi men o'zimning ijodimni masalan internetdan boshlamaganman. Xabarimiz bor. Birinchi o'sha san'at oliygohida biz o'sha ta'lim olganmiz. Shuni hozir bularga qaytamiz. Keyin mana kinolarda o'ynadik. Mirzo teatrida mana ustozimizda o'sha teatrlarda chiqqanmiz. Keyin o'sha mana endi televideniyada ham ko'rsatuvlarda chiqardik. Endi to'g'risini tan olish kerak. Hozir odamlar talab hozir televideniyadan ko'ra internetga bo'lib qoldi. Chunki mana telefon televideniya bo'lib qoldi, mana Instagram, Telegram televizor bo'lib qoldi. Shu любой bitta qanaqa bir ma'lumot bo'lsa, qanaqa bir yangi xabar bo'lsa, birinchi o'sha telefondan ko'rib bilamiz-da. Televideniya o'zi ham hozir internetdan olib xabar beryapti-da. Tushunarli. Institut qaysi yil o'qigansiz? Institut 2008. Endi men 4 yil topshirib 2008 kirdimda o'qishga. 4 yil davomida 4-yil sizga o'sha narsa nasib etgan. Qaysi institut? San'at oliygohi. Endi hozir san'at va madaniyat bo'lgan, qo'shilgan. U payt san'at oliygohi edi, Toshkentda mana Glinka gayi tomonda. Xo'p. Qaysi yo'nalishda? Drama rejissyorligi rahmatli Shuhrat Abbasovni qo'llarida o'qiganmiz. Kontrakt rejissyor Shuhrat Abbasov o'zbek afsonasida u odam. Shu haqida gapirib o'taylik, rahmatli. 80 yoshlarida ham dars berganlar. 80 yoshlar. 80 yoshlarida institutda dars berganlar mana bizga. Mahallalarda duv gap.
Toshkent non shahri, sen yetim emassan degan mana shunaqa shlager kinolarni olgan inson. Mahalla Duduga masalan o'zbek kinosini bu xazinasi-ku bu kinolar, to'g'rimi? Shunaqa. O'sha kinolarni olgan odamlar men tahsil olganman, o'zlari shaxsan o'zlari mana imtihon olib, men xohlayman seni shu institutda o'qishingni deb meni olganlar. Juda omadli ekansiz bu Ha, borada. omad, alhamdulillah men juda omadliman mana o'zimni o'sha yo'nalishim bo'yicha juda omadliman. O'sha nima deydi, niyat qilgan odam insonlarim bilan ko'rishganman. O'qish tugatgansiz-a? Yo o'rtada Yo'q, men bo'lgan- ikkinchi kursdan ketganman keyin ikkinchi Sabab? kursdan. Ha, endi sabab endi o'sha institutga o'sha kursga men o'sha ustozimiz Mirzabek akani o'g'illari bilan Oybek bilan birga topshirganmiz. Xo'p. Keyin o'sha dars jarayonlarida Oybek bilan birga shu nima deydi, zachen shunaqa bir etyudlar, bir narsalar qilib, Xo'p. shu ko'rsatardik, komediya narsalar qilardik. Yaxshi chiqardi. Keyinda keyin Oybek shu dadasiga aytgan, men shunaqa bitta partnyorim bor, sherigim bor, Aziz aka. Endi Oybek mendan kichkina. Klovnalar qilganmiz birga. Xo'p. Shuni bir ko'rsangiz, keyin agar yoqsa nima qilsa bir konsertga bir nima deysiz? Endi ungacha mana Mirzabekni ko'rgandilar, bitta ko'rsatuvlarda nimalarda yaxshi, Aziz mana shu Aziz akaning harakati yaxshi ekan. Ha, bo'ldi. Keyin o'zlari ham aytib qoluvdilar, "Davay, qani qiluvchi o'sha klonlarda bir qani qilinglar qani, agar o'xshasa, zo'r chiqsa, konsertga olib chiqaman" degan. Ha, u Mirzo teatr. Ha, Mirzo. Keyin shu bilan chiqib ketdik. Tushunarli. Yo'qdi, o'sha narsamiz chiqdik. Keyin shu bilan endi o'sha konsert Kimga kapan o'zsan? Va o'zing kapanlik bo'lib qolsan-u. Odam bo'lib keldik. Odam bo'laylik. bo'laman. El yurtlarga malham bo'laylik. Qo'yinglar kelar iltimos. Qo'yinglar. Qo'yinglar nima? Mana qo'yinglar. Mana, keyin to'ylarga chiqishni boshladim. To'y endi birinchi o'sha Oybek bilan biz endi to'ylarga, Oybek to'ylarga chiqardi, men endi hamroh edim unga. Yonida sherik edim. Keyin o'sha meni o'zim ham to'ylarga chiqishni boshladim. tushunarli. Shu bilan keyin to'y bo'lib ketdi, nima ham qolib ketdi. O'qish. Ha, o'qish ham qolib ketdi. Ikkinchi kursgacha o'qigansiz. Kontraktmi, byudjetmi sizda? Kontrakt. U qanaqa bo'ladi, Azizbek? 4 yil davomida harakat qildingiz, o'qishga kirdingiz. Xohlaysizmi yo'qmi ikkinchi kursdan o'qish tomon? Endi o'z to'g'risini aytayman. Xo'p. Endi to'g'risi san'at oliygohida bitta gap bor-da. Xo'p. Mana o'sha san'at oliygohida o'qigan talabalar biladi. Xo'p. U institutga kirgan o'sha talaba birinchi kursda o'zini xalq artistidek hisoblaydi-da. O deydi, men böyle o'qishga kirdim, o'sha bo'ldim, men значит o'sha xalq artistiman degan narsa o'sha miyasida bo'ldi, men o'sha zvizdaman, yulduzman deydi-da. Aha. Tushunyapsizmi? Xo'p. Birinchi kursda shunaqa yuradi. O'zimizda ham bo'lganda bu narsa. Xo'p. Ikkinchi kursda o'sha to'xta, men xalq emas, xizmat ko'rsatgan ekanman deydi. Xalqqa bor ekan deydi. Xizmat ko'rsatgan ekanman deydi. Uchinchi kursda to'xta, men talaba-ku men deydi. Ammo u xizmat ko'rsatganini olish uchun qancha men mehnat harakat qilishim kerak. Talaba ekanman deydi-da. O'qishim kerak, men yaxshi o'rganishim kerak. 4-kursda o'sha o'zim g'irt bekorchi ekanku men deydi aslida. Men nima bu shuncha o'tib ketibdi, men nimaga bir harakat qilmadim? U diplomni olib keyin harakat qilaman deyish u xato. U institutda. Mana boshqa institutlarda masalan oliygohlarda diplomni olib keyin harakat qilsa bo'ladi. Xo'p. Lekin san'at oliygohida diplomni olguncha o'sha bola o'sha o'zining yo'nalishini topib bo'lish kerak. Aha. O'zi o'sha diplomni olgandan keyin o'sha xuddi mana abituriyent qanaqa boshida bo'lib kelgan, xuddi shunaqa bo'lib qoladi-da. Yana bekorchi bo'lib qoladi. Shuning uchun to o'sha institut tugatguncha o'sha talaba o'sha o'zini ko'rsatib bo'lish kerak, joyini topib bo'lish kerak o'sha. Tushunasizmi? Shuning uchun men mana topshiradigan bolalarga ham aytmoqchiman. O'sha san'at oliygohiga kimda kim topshirmoqchi bo'lsa, mana shu birinchi kursda zo'r o'qinglar, zo'r o'rganinglar. O'sha ikkinchi kursdan o'sha keyin ko'chaga harakat qilaverish kerak. Shu ko'chani san'atiga, o'sha ko'chada bu harakat nima degani o'sha? Mana masalan hozirgi kunda o'sha nima vaynmi, o'sha vayn yoki boshqa masalan ko'chaga o'sha chiqib ketaverish kerak, harakat qilish kerak. Kastinglar. Ha, kasting, boshqa kino kastinglar bormi, boshqasi bormi?
u xato u. U men o'qib keyin harakat qilgan xato u. Mana shu o'zim ko'rib bilganim uchun aytyapman. Juda ko'pchilik masalan bolalar mana shunda 4-kursgacha o'qib zo'r institutda zo'r. Xo'p. Bilasizmi, institutda o'sha mana konsertlarga chiqib, o'sha nima benefislar qilib, boshqalar qilib, spektakllarda o'zini zo'r ko'rsatib, institutda zvizda bo'lgan, lekin institutga ketgandan keyin hech kim yo'q-da u. Bilasizmi? Nimaga o'zi shunaqa bo'ladi? Xohlaymizmi yo'qmi, o'sha o'zingiz aytganingizdek institut vaqtlari siz aniq bilasiz, mana shu yigit yo bo'lmasa mana shu qiz O'zbekiston xalq artisti bo'ladi, lekin xohlaymizmi yo'q institutga kelgandan keyin afsuski o'zlarini Shunaqada, ha. Sabab nima o'zi? Aziz shu narsaga. Вот aytayapman-ku, u 4 yil davomida so'nib qoladimi qanaqa? Ha, bu mana institutda ichida qilingan narsa o'sha joyda qolar ekan. Qoladi, ko'chaga chiqmas ekanda u. Institut o'zi biladi, tamom o'sha yerda qoladi u. Ko'chada qilgan ishingizni xalq ko'radi. Bilasizmi? Yo'qda qilgan ishingizni o'sha institut o'sha darvoqda o'zi biladi. Ko'chada qilgan ishingizni xalq ko'radi. Tushunarli. Kursdoshlaringiz kim bo'lgan? Hozir biz xalq taniydigan, xalq sevgan kursdoshlaringiz bormi? Kursdoshlar bor, ha. Xalq taniydigan, u o'sha zvizda bo'lib kelgan, o'sha masalan o'sha institutga o'sha Dilshodbek Kattabekov kichkina tabib. Ha, sizni kursdoshingiz. Kursdan O'zbekistonning eng katta aktyori Kattabekov. Birga biz o'sha nimalar ham qilganmiz. Etudlar bir o'sha institutda. Nima deydi, sahna ko'rinishlari nimalar qilganmiz. Yana kim? Ha, endi shundoq. Nima eng buyu uzuni nimani dedim, eng kichkinasi u edi-da u. Yana kimlar bor? Keyin mana shu Oybek Xolmedov Mirzabekning o'g'li bor edi. Endi yana kimlar? Endi qolganlar hozirgi kunda mana masalan hozirgi kunda rejissyorlik qilishyapti teatrlarda. Ko'pchiligi shu teatrlarga rejissyor bo'lgan. Ya'ni kimsan endi Shuhrat Abbasovning shogirdlari qayerga borsa masalan birinchi so'raydi, diplomdan ham ko'ra kimni shogirdi bu, kim o'qitgansan deydi. Teatrlarda birinchi beriladigan savol shu. Ha, birinchi mana teatrga ishga bormoqchi bo'lsangiz, kim seni o'qitgan degan savolni beradi. Bu juda muhim narsa. Ha, paloncha desangiz masalan o'sha misol uchun. Paloncha desangiz keyin diplomni so'raydi, diploming bormi? Aziz, afsuslanish holati bo'ladimi? Bo'ladi. Institut oxirigacha tugatmaganligingiz, balki tugatsangiz, balki boshqa yo'nalishda ketarmidingiz? Endi yo'q, men masalan nimamdan xafa emasman. Nima deydi, meni endi o'sha Xudo shunaqa nasib qilgan ekanda menga. Endi baribir endi yo'q, qaysi bo'ladi? Endi diplom kerak. Qaysi nima uchun kerak? Davlat ishiga masalan shu teatrga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, yoki yana nimaga endi o'sha biron bir shu ishga kirmoqchi bo'lsangiz diplom kerak, lekin endi to'g'risini aytish kerak, endi teatrda hozir oylik kamda. Achinarli holat. Oylik kamda. Agar zo'r oyligi bo'lsa edi, men masalan, diplomni olmanman degan narsa bo'lardi menda. Shuni uni tiklash imkoniyatiga egamisiz hozir institutni? Qanaqadir borib bo'ladi. Rejalar bormi? Bor. Lekin hozir emas. Ha, endi nasib qilgan kuni olamiz-da. Yaxshi. Mirzo teatri. Necha yil davomida Mirzo teatri bilan faoliyat olib bordingiz o'zi? 2000 nechidan 10dan boshlandimi? 2010 dan boshlandi, 2013gacha. 3 ta konsertga chiqqanman. Endi o'sha eng portlagani, eng esda qolardi 2010-yil bo'lgan. Birinchi. O'sha san'atkorlarni 30 yildan keyingi ahvolini hit parad qilib ko'rsatuvdik. O'shanda men Sardor Rahimxon, endi u payt Sardor Rahimxon qo'shiq aytardilar. O'shanda 30 yildan keyin ahvolni ko'rsatdim. Kal bo'lib chiqqanman, soqolda qo'yib. Juda zo'r bo'ladi. Chiqishim bilan zal portlab ketadi. O'sha vaqtlar, bo'ylaringiz ham to'g'ri keladi. Bu ham to'g'ri keladi. Mirzabek Xolmedov duolarini olish qanaqadir sizga o'xshadimi, yo'qmi? Duo. Sizda ketish Mirzabek. Yo'q, men endi ketmaganman. O'zi teatr 2015gacha konsert qo'ydim. 2015dan keyin o'sha ancha pauza bo'ldi. Mana shu yil 2024 oxirida mana shu yangi yilda qo'ydilar. Yangi yil oldi qo'ydilar. Endi yo'q.
Men ketmaganman Mirzabek har doim sana uchun eshigim ochiq deganlar har doim. Yani men o'zim to'g'risini aytaman, o'sha men 2014-yil konsertga ham chiqishim kerak edi. Xo'p. Men o'sha klonlarda shu klonlarda qilaman dedim, bo'ldi deb tayyorlab olib kelgin, chiqasan dedilar. Men kechikib qoldim-da, men sherigim partnyorim bor edi. U bilan qilyotdik, u sal nima deydi, o'sha narsaga qunt qilmadi. Vaqtida bo'lmadi. Kechikdikda. Keyin o'sha Mirzabekka konsertga necha kun qoldi o'sha. Kechikding san dedilar. To'g'ri tushundim. Endi men bu narsani to'g'ri tushunaman, chunki oldin ham konsertlarga chiqqanman. O'sha programma, dastur o'sha 2 oy oldin o'sha tayyor bo'ladi-da u. Xo'p. 2 oy oldin o'sha tayyor bo'ladi. O'sha tayyorlanadi, o'sha narsani kelib olib pishirib, nima qilib olib chiqiladi. O'sha ssenariyga kiritiladi-da. Amal lekin Mirzabek ancha kutdilar. O'sha men konsertga 3-4 kun qolgandan boryapman-da. Bu juda qisqa vaqt. Keyin shu bilan keyin yo'q gap so'z bo'lishi mumkin emas. Joni sog' bo'lsin ilohim. Mirzabek har doim mana har doim duo qilganlar, yaxshi ko'radilar, yaqin oladilar. Mana yashaganman. Azizbek mani o'g'lim, bu ham mani o'g'lim deb. Nagida mana shu xizmatlarga borganda tanishtirganda. Bu joyga borib qolsak, o'sha konsertlarga borib qolsak, o'zlarining o'g'illarini aytadilar, mana bu o'g'lim bu, kattasi kichkinasi deb. Mana bu Azizbek bu ham o'g'lim deb qo'yardilar. Chunki men o'sha paytlar Mirzabek ham uyda yashardim-da. Yashaganman. Tushunarli. Eng erkatoy shogirdlarim o'zim bo'lsam kerak deyman-da. Erkatoy edim men. Tushunarli. Shuni ketishda hech qanaqa xafagarchilik, tushunmovchiliklar bo'lmagan. O'rtalaringizda. Yo'q, ustozdan men hech qachon xafa emasman. Ustoz nabortiga men sho'xliklar qilib, bir narsalar qilib, bir xafa qilib qo'ygan joylarim bo'lgan. Mana shu narsalarni o'tirib bir kelishib olganmisizlar? Menda ham o'sha narsa bor. Yo'q, gapirganlar. Kechirim so'rab. Men aytdim, kechiring. Mana hozirgacha masalan ko'rishsak, ko'radilar meni vayinlarimni, aytgan latifalarimni aniq ko'radilar. Yaxshi. Bir ikkita yana o'sha tanbeh berib qo'yadilar. Bir ikkita narsalarni ko'rdim, so'kinibsan deydilar. So'kinma. So'kinsang qara lekin bundan keyin so'kinganingni ko'raman. Chiroyli ayt, bo'ldi normal, so'kinish kerak emas deb. Yaxshi. Ustoz, xohlaysizmi yo'qmi, siz xafa qildingizmi yo'qmi, baribir tanbehlarini sizdan ayamaydilar. Конечно, bu shunaqa legenda odam meni qilgan ijodimni kuzatib boryapti. Mana fikrlarini aytyapti. Tanbeh bu baxtku bu. Yaxshi, men juda ham xursandman. Agar hozirda qanaqadir munosabatlaringiz yaxshi bo'lsa, hozirgacha duo qilib tursalar, qanaqadir dakkilab berib tursalar. конечно. Bu juda yaxshi. Nimaga Azizbek hozir nimaga qanaqadir bir sukunat so'z ustalarida, xalq so'zida aytganda qiziqchilarda nimaga sukunat? Qanaqadir hech kim yo'q. Ilgarilari konsertlar, tinimsiz konsertlar 5 kunlab, 10 kunlab. Hozirda faqat Avaz Oxun butun O'zbekiston bo'yicha o'zlarining san'atlarini bizga taqdim etyapti, lekin qolganlar endi qiziqchilik san'ati san'atda eng qiyin sohada bu. Nimaga? Eng qiyin. Sababi qo'shiqchi masalan chiqib fonogramma aytib, yesa yemasa ham qo'shig'ini aytib chiqib ketaveradi. Qiziqchi chiqadi-da, birinchidan fonogramma qilaman. Ikkinchidan, agar bitta gapi yemay qolsa, bironta latifasi yemay qolsa, xalq kulmasa, o'sha keyin qiynalib qoladi-da u sahnada o'sha. O'xshamay qolsa, undan yomoni yo'q-da. Ammo qo'shiqchi yesa ham yemasa ham qo'shiq masalan yoqmasa odamlar böyle tugaydi deydi-da. Tugatgandan keyin chiqib ketadi u. Qiziqchi o'sha gapirib masalan kuldira olmasa xalq, "Ey, chiqib ket bo'ldi, ey, yoqmayapti" desa, qiziquvchi undan yomoni yo'q-da. Shuning uchun juda qiyin sohada bu. Odamni kuldirish, kim bo'ldi bitta odam sahnaga chiqib, minglab odamni o'ziga qaratib kuldirish kerak, kayfiyatini ko'tarish kerak. Bu eng qiyin soha-ku bu. Lekin o'sha narsa yuqtirgan bo'lsa, yaratgan yuqtirgan bo'lsa, o'sha narsani eplab biladi. Yuqtirmagan bo'lsa, u ming harakat qilsa, ming u falonchani o'g'li bo'lsin, ming u puli millioner bo'lsin, agar yuqmagan bo'lsa, uni foydasi yo'q. Baribir xalq aytadi kimni qanaqaligini. Bu deydi mana bu shunaqa bu. Masalan, to'g'risi endi
masalan to'g'risini aytish kerak, u obro'y masalan xo'p palonchani o'g'li deb misol uchun deb masalan o'sha otasini hurmati uchun hurmat qiladilar. Lekin baribir aslida xalq bar kimligini aytadi. Baribir yo otasiga o'xshamaydi, baribir otasi baribir zo'r. Bu yo diplommayapti, bu qo'ldan kelmayapti, bu deb baribir xalq aytadi. Yo'q, nimaga baribir jimlik hozir? Umuman jimlik, qanaqadir yangi so'z ustalari chiqib kelmayapti. Nimagadir qanaqadir sokinlik. Xohlaymizmi yo'qmi, qo'shiqchilarda har kuni qanaqadir qo'shiqchilar paydo bo'ladi, qanaqadir hit qo'shiqlar, filmlarda qanaqadir yangi filmlar, so'z ustalarida esa faqatgina Men aytmoqchi, qiyin, birinchidan o'sha juda qiyin soha. Ikkinchidan bizani endi o'sha qiziqchilar nimalar, mana o'zimiz ham misol uchun, endi men ham o'zimni masalan shu komik, aziz komik deb Instagramda endi shu ijod qilamiz. Xo'p. Endi biz ham mana qiziqchida endi internet. Men masalan konsert qo'ymaganman hali, o'zim yakka konsert qo'ymaganman. Hozircha xudo xolasa bo'ladi, chunki o'sha muxlislar ham so'rayapti-da, o'sha yetar endi konsert bersangiz bo'ladi deb. Xudo xolasa nasib qilsa, shu harakat shunga hozir. Lekin yo'q, mana internetda misol uchun masalan latifalarimizni ko'pchilik masalan eshitgan biladi. So'raydi masalan yangisidan bormi deb nima. Endi u nimasi qiyin? Misol uchun Rossiyada o'sha yumoristlarga, qiziqchilar, Rossiyaning qiziqchilariga yozib beradigan odamlar bor-da. Yozib beradigan o'sha kulgili narsalarni masalan yozib beradigan o'sha odamlar bor. Ssenariy. Xo'p. Xo'p. Bizda yo'q-da unaqa. Bizlarning ijod qiziqchilar o'zi ijod, o'zi yozib, o'zi topadi, o'zi yozadi. Tushunasizmi? Qaniydi bizga masalan bir yozib beradigan odamlar bo'lsa, ijro qiladiganlar ko'p. Yaxshi ijodkor, yaxshi qiziqchi bolalar bu. Prosta endi yo'q, o'sha yaxshi narsa endi o'zi masalan to'g'ri, masalan agar haqiqiy ijodkor bo'lsa, o'zi topib yozishi mumkin. Lekin endi zo'r ijrochi bor, lekin zo'r ijrochi, zo'r ijodkor emas-da. Tushunasizmi? Yozish bilan sahnada turish madaniyati boshqa-boshqami? Ha, конечно. U yozish, u ham alohida, u ham talantda, u alohida iste'dod u ham. Tushunarli. Sahna sog'inchi bo'lmaydimi sizda? 3 yil davomida qanaqadir bir katta teatr, Mirzo teatri, bu biz o'zimiz katta bo'lganmiz, bizning dadajonimiz katta bo'lgan. Siz o'sha yerda ishtirok etib, sahnalarni bir zabt etgansiz. Qanaqadir sog'inch hissi bo'ladi. O'sha mana Xalqlar do'stligi saroyiga borsam-da, bo'ladi, chiqqim keladi. U ham qo'pol qilib aytganda, u ham bir narkotik sahna deyishadi. Bir qanaqadir o'ziga tortib, jalb qiladi deyishadi. Mana men sahnaga chiqsam, yaylayman-da, maza qilaman. Kimlardir masalan hayajon bo'lsa, nima qiling, to'g'ri hayajonda bo'ladi. Tortini nima qilib, bir qo'rqib qoladi-ku, mana bo'lsa ochilib ketaveraman-da. O'zida qanaqa uni saqlab turibsiz? Erkinlik yaxshi. Men Xudoga shukr, shu erkinligi bor. Sahnada, o'zini erkin. Sahnada bor. Qanaqa qilib o'zingizni bunaqa ushlab turibsiz bo'lmasa qafasning ichida faqatgina o'sha telefonda. Endi yo'q, endi yo'q, mana endi o'sha 2010 Mirzo teatriga chiqdik, keyin kinolarda chiqdik, mana 7 haykal bir keldi. O'shanda o'sha masalan xalq o'sha ancha tanib qoluvdi-da. Xo'p. Ancha tanib qoladi, yo'q borsak o'sha siz Mirzo teatriga chiqasiz, 7 haykalda o'ynagansiz, o'sha tanib qoladi o'sha. Xo'p. Keyin pauza bo'lib qoldi-da, mana endi o'sha pauza nima bo'lib qoldi? Ijodni endi to'xtatib qo'ydim-da. Ba'zi bir sabablarga ko'ra ijod to'xtab qoldi. Endi shu faqat to'y boshqa ham yuradigan bo'lib qoldi. Ijod to'xtab qoldi. Pauza bo'lib qoldi. Baribir ijodkor chiqib tursa, xalq nazarida bo'ladi. Ko'rinib tursa. Ko'rinib tursa. Tomoshabin bevafo. O'sha sal pauza qildingiz, nima qildingizmi, o'sha tomon boshqasiga muxlis bo'lib qoladi. Lekin bor, baribir shunaqa muxlislar bor. Hozirgacha masalan, siz Mirzo teatrida chiqardingiz, men o'sha sizni muxlisizman. O'shandan beri men sizni muxlisizman deb aytadiganlar bor. Ular sodiq, haqiqiy-da, ular haqiqatan o'sha sizda chin muxlisiz. Lekin mana shu eng yomon ijodkor mana pauza qildimi, o'sha tamom o'sha qolib ketadi-da u. Tushundim. Rahmatli Obid akani, Obid Asomovning gaplari bor edi-da. Xo'p. O'zimizga ham aytganlar, ijodkor bir kun ijod qilmadimi? Bir kun ijod qilmadim, uni o'sha kun o'lgan kuni deb aytaydilar-da. Shuning uchun
Men endi to'xtab qoldim-da, men pauza qilib qo'ydim. Yo'q, shuni sizlar sezasizlarmi, O'sha san'atkorlar? nima deydi, o'sha qolib ketdim men. Yo'q, shuni sezasizlarmi? To'xtamasligim kerak edi, yo bo'lmasa Bo'ladi, qanaqadir ustozlar mana 3 oy 4 oy ko'rmay qo'ydinglar, конечно. ustozlar dakki berarmi? O'sha sezasiz, o'shada, конечно, o'sha ijod to'xtagandan keyin o'sha odamlar o'sha gapira boshlaydi, nimaga ko'rinmay qoldingiz? Nimaga chiqarmayapsiz? Nimaga ko'rinmayapsiz? O'sha gapiradi bu narsa, mana yaqinda chiqadi, yo bo'ladi kulib nima qilib qo'yasiz, lekin aslida o'zi mana bu narsa shunday chigib, shunday ishni yondirib ketadi bu narsa. To'g'risida, bu ijodkorga bu degani bu undan ko'ra otib tashlang mani, urib tashlang mani deganida bu aslida o'zi. Endi shunaqa pauza bo'lib qoldimanda, men endi nima deydi, o'sha nimadan e'tibordan o'sha chetda qoldimmi? Keyin e'tibordan chetda qolib, men uni konsert bersam bu noto'g'rida u. Ko'rganlar, kim edi bu deydi-da, misol uchun. Xo'p. Kim edi bu? Endi bitta ikkitasi masalan aytishi mumkin, bu Mirzo teatriga chiqqan, kinolarga chiqqan bola deyishi mumkin, lekin ko'pchilik kim edi bu deydi. Chunki o'sha xalq o'sha meni o'sha ijod qilmaganimdan keyin, конечно, unutadi-da. Avlod o'zgargan. Avlod Da. o'zgargan. Trendni o'sha qolganingizdan keyin kim edi bu deydi. Shuning uchun men mana to'xta, yana bir mana shu internet orqali o'zimni ko'rsatay. Tanilay, yana bir yuzim mana tanilsin. Ana keyin Xudo xohlasa tomoshabinlarni o'zi muxlislarni o'ziga konsert bering degandan keyin nasib bo'lsa beraman degan narsani niyat qiluvdim. Mana keyin karantinda endi qarayapman. Televideniyaga ko'rsatuvlarga boryapman, chiqyapman. Ko'chada endi to'g'risi 100 ta odamdan bittasi masalan ko'rdim demasa, odamlar gapirmayapti-da. Televizorga chiqsam, ko'rsatuvga chiqsam. Mana shunaqa bo'lib qoldi-da hozir. Xo'p. Bitta internetga bitta video qilib chiqarsa, masalan o'sha 100 ta odamdan 60 tasi gapiradi-da, ko'rdik deb. Effekt endi mana internetga zo'r bo'lib qoldi-da, chunki odamlar televizor ko'rmay qo'ydi-da, to'g'risini aytish kerak. Ko'rmay qo'ydi. Mana oxirgi marta siz qachon ko'rdingiz televizor? Ko'rmayapsiz uni, dangal gap, to'g'risini aytish kerak. Ko'rmayapsiz mana. Afsus, nadomat bilan xo'rsinib aytyapsiz. Yana bitta xo'rsining-da. Молодец. Bitta siz mana ko'pchilik bilan operator mana oxirgi marta qachon ko'rdingiz? Mana bo'ldi, mana bular xo'rsinish, mana bular ham pon. O'zimda ham shunaqa. Xalq ponni shunaqa. Internet mana hozir mana internetda o'tiribsiz, to'g'rimi? Telegramda o'tiribsizmi, Instagramdami? Achinarli. Effekt internetda bo'lyaptimi endi? O'tish karantindan keyin o'sha internetdan boshladim. Ijod qildik, Xudodan so'rab ijod qildik, harakat qildik. Mana shu kungacha Xudoga shukr. Yaxshi. Va qayerga bo'lsak, masalan, odamlar, palonchi videoingizni ko'rganman, tugunchasini ko'rgan, gap yo'q, muxlisizman. Qachon endi konsert qo'yasiz deb odamlar o'sha yozyapti ham. Ko'cha-ko'yda o'sha so'rayapti ham, konsert bering, boramiz biz deyapti. Yaxshi. Endi Xudo xohlasa, lekin menda hech qachon mana hasad bo'lmagan mana. Alhamdulillah, Allohim shunaqa tuyg'uni berganiga shukr. Men hech qachon mana masalan o'zimni hamkasblarimga hasad qilmaganman. Nima uchun? Xo'p. Nima uchun? Nima uchun? Sababi Xudo ularga o'sha yuqtirgan iste'dodni menga ham bergan. Menga ham yuqtirgan, balki menga ko'proq yuqtirgandir. Faqat men harakat qilib, ijod qilib, o'sha narsani ko'rsatishim kerak. O'sha narsani ko'rsatishim kerak. Ular harakat qilib ko'rsatyapti, chiqyapti. Nimaga men hasad qilaman? Menda unda bor narsa menda ham bor. Xo'p. Lekin harakat qilyapti, bilan chiqyapti. Men pauza qildim, dankasalik qildim, yoshlik qildim. Sal endi kayf sapola bo'ldi, boshqa narsa bo'ldi. Xo'p. Dangal gap, men to'g'risini aytish kerak. Xo'p. Shuning uchun men hech qachon hasad qilmaganman. Naborda men o'zimni arzidan urushganman. Nima bo'pti mana bu harakat qildi, mana chiqyapti bu. Sen ham harakat qilib chiqayding o'sha davno masalan, misol uchun. Davno o'sha konsertlar berib bo'lgan bo'larding allaqachon. O'z-o'ziga dakki berish. Yaxshi. Men o'zimni juda ko'p so'kaman, urushaman. Yaxshi. Mana shu narsa yaxshi. Har doim men o'zimni mana shu nima deydi, o'zimni o'zim urushib so'kib nima qilib, o'zimga o'zim men negativni ko'p qilaman-da. Oxirgi 2 yilda o'zingizni juda ham yaxshi urushgan ekansiz. Biz ko'rib turibmiz natijani Instagram olamida. Yaxshi. Men umuman o'zi Mirzo teatri shu mavzudan ozgina chetlashib ketdik.
Mirza teatridan maosh olarmidingiz? Yo'q, qanaqa? Ha, har konsertdan Mirzabekka yaxshigina pul berardilar. Aha. Men o'zim o'sha birinchi yildan pul berganlarida men aytganman-da, Mirzabek siz bizlarni sahnaga olib chiqyapsiz. U teatrga masalan, u konsertga chiqaman deganlar masalan son mingtada. Shunaqa, Ha, shunaqa. Pul beraman, pul berib chiqmoqchi bo'lganlar ham son mingtada, misol uchun. Aha. Chunki o'sha payt Mirzo teatri nomer 1 edi-da, u payt million yoki masalan dizayn boshqa nimalar yo'q edi-da, Mirzo teatri edi, OBT teatri edi. Mirzo teatri tan olishga nomer 1 edi. Konsert qo'ysa, bilet qolmasdi-da. Tushunayapsizmi? U konsertga chiqaman deganlar son mingta edi. Pul beraman chiqaman deganlar ko'p edi-da. Lekin shularning ichidan mana Mirzabekka mana shu tanlab olib chiqqanlar. Xo'p. Olib chiqqanlar o'sha yana pul ham beryaptilar-da. Qancha Bu edi? nima bo'lyapman? Sani oylaging deyaptilar-da. Endi o'sha payt o'sha payt 2010-yil 1,5 millionmi beruvdilar-da. 2000. 1,5 million u yaxshi zo'r pul-da. O'sha vaqt yo'q. 1,5 men Mirzabekka kerak, ustoz, meni olib chiqqaningiz o'zi biz uchun katta baxt. Kerak emas, yo'q, sen yaxshi mehnat qilding, harakat qilding, tomoshabin seni qabul qildi va addushi ol. Zo'r. Zo'r. Ana undan keyin to'ylar men nazarimda juda ham kuchayib ketdi sizda. To'ylarda chiqish, to'ylarda qiziqchilik qilish, adashmasam. Umuman o'zi so'z ustasini orqasidan eng ko'p pul ishlaganingizni eslab olasizmi? Qancha bo'lgan o'zi? Faqat so'z ustasilikning orqasidan. To'ylardan, endi to'ylardan. Ha, mana shu to'yni o'tkazdingiz, uyga qaytdingiz. To'ylardan ayni biz o'sha vaqtda zo'r ishlagan paytimiz to'ylardan mana Sanjar aka boryapti. Sanjar Shodiyev boryapti, taxallusi bilan tanilganlar. Endi u Sanjar aka men kino bo'yicha ustozim. Xo'p, Mana yetti haykal bir kalli biz birga ishlaganmiz. Kino bo'yicha ustozim va birga to'yga chiqardik. Ikkalamiz o'rtalarida boshlovchilik, ikkalamiz boshlovchilik qilardik-da. Xo'p. Ana o'sha payt har kun to'yimiz bor edi-da. Har kun to'yimiz bor edi. Qilib, nima deydi, hech qachon bu cho'ntagim pulsiz qolmagan-da. O'sha payt. O'sha davrda. Ha, o'sha davrda faqat dollar yurardi. Kuniga bor edi, 200 bor edi. Bir kunda, o'sha vaqtlarda. Ha, kuniga 200 bor edi. Endi u qism-qismlarni, nimalarni, nima deydi, qistir-qistirlarni aytmayapman. 200 kishisi xizmat haqqi bor edi-da. Yana qistir-qistirlar ham zo'r bo'lardi, undan yeyib ichar ham zo'r bo'lardi, Davud aka. Men bo'lgan davrlar bo'lgan deydi-ku. bu raqamlar Endi hozir endi men u payt endi nimasi zo'r bo'lgan, chunki men o'sha Mirzo teatriga chiqqandan keyin endi o'sha biladi, o'sha odamlar, bu odam to'yga ham chaqirsa keladi, to'yda ham xizmat qiladi. Hozir mana men internetga chiqaman, men ko'pchilik bloger deydi. To'yga chiqaman desam, siz to'yga ham chiqasizmi deydi. Siz bloger emasmisiz deydi. Men aytaman, men birinchi to'ydan boshlaganman. To'ydan boshlaganman o'zi birinchi. Yo'q deydi. Keyin davom bo'lsa bu chaqirganlar, masalan, hozirgi kunda ham o'sha bilmagan olmani o'sha to'y olib borishimni ko'rmaganlar, chaqirib ko'rib, rahmat, gap bor, вообще boshqacha ekan. Siz boshlovchi ekansiz siz misol uchun. Endi boshlovchilikdan biz masalan oddiy marhamat so'z falonchaga, marhamat so'z tugunchaga, marhamat. G'arq gullagan bodomdek emas, unaqa emas. Shou qilib o'tkazamiz-da, misol uchun. Ichida qiziqchilik ham bor. Qiziqchilik konkurslar ham bor, boshqasi ish qilib shou bo'ladi-da, u konsertday o'tadi-da. Haqiqiy so'z ustasi. Da. Bloger degan qanaqadir so'z bir sizga qattiq tegmaydimi? Qattiq tegmaydimi shu so'z? Bloger degan so'z. Chunki teatrda endi bloger ko'chada ko'rib qolsa, aziz bloger deb qo'yadi. Bloger endi hozir kunga kelib hamma bloger bo'lib qoldi. Hamma bloger bo'lib qoldi o'zi. Sababi o'sha mana siz o'sha Instagram akkauntingizga sizlar video qo'yapsizmi? Xo'p. Shu akkaunt ochdingizmi, video qo'yapsiz, demak siz o'sha blogersiz-da. Aslida. Xo'p. Hamma blogerlar endi hamma shu uchun qadri sal qolmay qoldimi deyman-da. Mana shuni sizga qattiq tegmaydimi? Chunki san'at va madaniyat institutini tamomlagan inson, teatrlarda o'z ijodini olib borgan inson, filmlarda o'ynagan inson. Shunaqa. Ko'chada qanaqadir bola kelib, "Ey bloger, kelib rasm tushaylik" desa qanaqadir qattiq tegib ketmaydimi? "Ey, men teatrlarda..." Endi o'sha boshidan tegardi, nima qilardi? Endi har bittasiga, "Men bloger emasman." Endi u
uni masalan mani ustimdan kulish uchun aytmayapti uni. Yoki Endi biror nima ran. U просто addushini shu internetga chiqadigan shu blogerni biladi. Shuni aytyapti. Addush yuragidan aytyapti u. Nima qilish uchun man. To'g'ri boshida tegardi, endi hozir endi o'sha keyin o'sha nima deydi? Yo'q, o'sha spesial ataylab aytmayapti yoki men ustimdan kulish uchun aytmayapman. Shu narsani tushunganimdan keyin hozir nima emas, gap yo'q. Endi nima endi tomoshabin muxlis erkalik qiladi, boshqa qiladi. Shunaqalari bor masalan ko'rib qolsa bitta yangisini aytib bering deydi. Joyda. Ha, yoki to'xtang sizdan punktingiz bor. O'sha yerda video vizit qilaylik uni. Video sochuna qiladi. Ayting. U so'ramaydi sizdan shoshib turibsizmi, boshqa qilib turibsizmi? Bitta ayting. Aytmasa bilan kibrchani qara, kibri bor ekanda, u borib 5-6 tasi aytadi. 5-6 tasi borib keyin 15 tasi aytadi. Shu bilan ketdi-da bir 4-5 mingta odam keyin yetib borib o'sha ko'rmagan odamlar, mana o'sha hayotda ko'rmagan odamlar shunaqa fikrda bo'ladi-da. Bu kibrli ekan bu deydi. Falonchi o'sha rasmni tushaylik yoki bitta video nima qiling, salom yo'llang deganda, yo'q deb ketib borgan ekan. Kibrchasi bor ekan buni hayotda. O'zi bizda shaxsiy chegarani tan olmaslik juda ham rivojlanib ketgan. Biz sizni vaqtingiz bormi, yo'qmi uni o'ylashmaydi-da. Ey rasm tushaylik, ey salom aytor, ey tug'ilgan kuningga tabriklar deydi. Aslida azizlar unaqa emas. Bizda shaxsiy chegara degan tushunchalar bor. Agar shaxsiy chegaralarni, o'zga insonning shaxsiy chegarasini ozginagina hurmat qilsangiz, o'sha hurmat sizga 1000 bora qaytadi. Shu uchun ozginagina hurmat qilishga harakat qiling va Aziz Eshonqulovni ko'chada bloger emas, so'z ustasi desangiz, Azizbekka juda ham yoqimli bo'lar edi. Men aytmoqchi bo'lganimki, nimaga pul masalasini ko'targanim sababiki, institutni tamomlashsam shu pullarga bog'liq emasmi? Teatrlar, to'yma-to'y yurish, keyinsida tushuncha paydo bo'lmaydi. Men o'qib ham nima qilaman? Hozir ham ishim zo'r degan tushunchalar paydo bo'lib qolmagan ekanmi shu? Xohlaymiz. To'g'risini aytaman, mana bu savolga bitta qisqa javob beraman. Mana o'sha hozir o'sha institutda o'qib, o'sha mana davrimda o'sha institutda o'qib, diplomni olgan bolalar hozir kunga kelib mana aloqaga chiqib, birga videolar olaylik, birga fayllar olaylik deydi. Diplomi borda, mana diplomni olgan. Teatr, qaysidir bir teatrda ishlaydi, qaysidir bir boshqa bir joyda masalan ishlaydi, lekin meni aloqaga chiqib birga videolar olaylik. Men ham boshlayapman, men ham blogerlikni boshlamoqchiman, shuni yordam qil deb. Bu mana qisqa javob shuda. Achinarli holat. Kino olami. 7 haykal bitta kal, 7 haykal bitta kal. Qanaqa boshlandi o'zi? G'oya kimniki edi? Ssenarini kim yozgan? 7 haykal uni g'oyasi Nechinchi yil olingandi bu film? 2010 katta ekranga chiqqanda. Mirzo teatridan so'ngmi yo oldin? Mana birinchi Mirzo teatrida kal bo'lib chiqdim. Keyin kinoda haykal bo'lib chiqdim-da. Xo'p. Uni g'oyasi rahmatli Sanjar akani rahmatli akasi bor edi, Anvar Shodiyev, rassom. Xo'p. Juda bir zo'r rassom edilar. Haqiqatan ham talantli edi. Peterlarda o'qib kelgan. Anvar aka rahmatli, endi umrlari qisqa ekan, o'tib ketib qoldilar. G'oya, ideya ularniki edi. Xo'p. Keyin shu Anvar aka Sanjar akaga aytgan. Keyin Sanjar aka Sanjar birga xizmatlarda yurardik. O'sha bir kun yo'lda o'sha aytib qoldilar, "Mana shunaqa ideya bor. Mana shuni miyamda pishirib yuribman. Shunda men topib nima qilib, Xo'p. Xudo xolasa shuni kinoni olmoqchiman." Keyin menga o'sha aytib berdilar, ideyani nima, menga yo'qdi-da u. O'shanda maza qilib kuldim men. Shu bilan davay Sanjar aka, shu kinoni olaylik, davay, baribir kimgadir yonida kimdir davay shu narsani qilaylik desa, Xo'p. u keyin u ham ki harakat qilar ekanda, shunaqa inson bo'lish kerak ekanda odamning oldida. Keyin xo'p olamiz dedilar, pul yo'q dedilar-da. Pul xomiy kerak unga dedilar. Xomiy topamiz aka dedim. Bo'p, shuncha mana akalar nimalar bo'p dedilar. Boramiz. Aytamiz. Xudo xolasa yordam qiladi akalar dedi. Xo'p. Bordik, uni sumnisiga bordik. Qanaqa ideya, shunaqa bir ikkita kullilar, bir ikkita nima bu haykallar gap turadi, nima yig'ishtirib normal narsang yo'qmi? Normal narsa bo'lsa, gapni pul tikamiz deganlar ham bo'ldi-da.
G'oyaga ishonmaganlar. Ha. Keyin men aytdim, Sanjar aka Xudo xolasa, Xudo g'oya bilan yetkazadi. Keyin $700 pul bilan boshladik. To'ydan ishlagan pullardan $700 pulimiz bor edi. Xo'p. Aka dedim, mana shu pul bilan boshlaylik. Xudo deb boshlaylik. Xudodan shuni so'rab boshlaylik. Xudo yetkazadi. Boshladik. Shuna ssenariyni chaqirdik-da, ssenariy yozishni boshladik. Operatorlarni chaqirib o'sha gaplashishni boshladik. Sразу keyin o'sha telefon Bayram studiya bor Toshkentda. Endi o'sha payt birinchi O'zbekistonda mana shu 7 haykal red kamerada olingan. U payt red kamera o'sha Gollivud red kamerada olardi. Xo'p. Buni Bayram studiyo bitta mana shu O'zbekiston bo'yicha Bayram studiyo olib kelgandi red kamerani. Uni faqat mana bizlarga mana Rossiyadan, Qozog'istondan kelib kino olsa Toshkentda, ular prokatga olardi. Prokat ham juda qimmat edi uni arendasi. Xo'p. Ha. O'sha Bayram studiyoga keyin o'sha bordik. Sanjar aka kirib ko'ruvchi mana shunaqa proyekt boshlayapmiz. Agar xohlasanglar, texnikani beringlar, polni. Kamerani texnikani beringlar. Bizlardan ko'ruvchi mana shu aktyorlar, boshqa xarajatlarimizni o'zimiz qilamiz. Keyin 50 kelik ishlaymiz dedilar. 50 kelik degani tushgan pulni. Tushgan daromaddan 50% 50% bizlar. Xo'p. Ular bo'lib ko'rib chiqamiz dedi. Ko'rib chiqib keyin telefon qilishdi, yo'qdi bizga dava. Beramiz dedi. O'sha kino birinchi o'sha o'zbek kinosi mana shu 7 haykal red kamerada olingan. Juda mukammal olingan. Xarajat ham zo'r bo'lgan. Shunga yarasha mana kino ham zo'r chiqdi. Daromadlar ham zo'r bo'lgan. Nimaga shu omadli bo'lgan film? Nimasi buni omadli qildi? Endi bu yangiligi bo'lganda, bu g'oya o'sha topilma, yangilik o'sha boshida o'sha mana o'sha tomoshabinni ushlaydigan narsa bor-da. Mana haykal o'sha odamni o'sha haykal qilyapti. Qanaqa nima biladi o'sha? Hozir bilan hozir olib borib qo'ysa nima qiladi biladi. O'sha degan narsa o'sha tomoshabinni o'sha ushlaganda o'sha topilma zo'r bo'lganda. Ideya mana g'oya zo'r bo'lsa, ideya zo'r bo'lsa, u demak kino umuman o'sha vayinga ham boshqasiga ham ideya zo'r bo'lsa yaxshi chiqadi. Endi avvalambor Xudo. Avvalambor yaratgandan. Shu ming zo'r bo'lsa ham bu-ku, agar Xudo fayz bermasa, bu bekor. Xudodan boshlaganda Xudodan so'radik, harakat qildik. Mana shu omadli chiqdi. Nima bu filmni yaralishiga qanaqadir juda ham katta hissangiz bor ekanda, bunaqada olaylik, Sanjar aka olaylik, qoldirmaylik. Juda yaxshi. Men o'zi bu filmni ko'rib chiqqanimda men o'ylardim faqat Sanjar Shodiyev hamma g'oyalari ham hammani faqat u kishiga tegishlimi deb yurardim. To'g'ri u kishiga tegishli, lekin qanaqadir yo'q, endi o'sha mana o'sha ssenariyni o'sha o'zlari miyalarida pishirib yurganlar-da. Polni o'sha nima kino qilib. Sanjar akaga ham masalan o'sha kino bo'yicha ideyalar zo'r keladi. Lekin eng katta yaxshi ijodkor Sanjar aka. Lekin g'oyani bergan odam rahmatli Anvar aka bo'ladi. Sanjar akaning akasi Anvar Shodiyev. Oxiratlari obod bo'lsin. Bu filmni umuman biz ko'rishimizga sabab siz turkki siz olaylik aka turkman bo'lganman eng katta turk. Endi man deb gapirishim noto'g'ri. Lardan biri. Endi sababchi bo'lganman endi shu nima deydi o'sha shu narsa olinishiga ham qaysidir ma'noda. Davay deb nima qilganman lekin albatta shu yurakdanda. Film juda yaxshi chiqqan. Bundan keyin xohlaymizmi yo'qmi bunaqa film biz ko'rmaganmiz. O'zgacha qanaqadir bir uslubda olingan film. Janr aktyorlarning o'ynashi tanlovi. Endi o'sha o'z ssenariyda mana kinoda o'sha birikta narsalar, birikta zo'r joylari ssenariyda yo'q edi. O'sha syomka payti kelib qolgan. Mana joyim masalan o'sha bolani chaqiraman-ku. Xo'p. Hey. Desam, bolasi keladi-ki, "Oting nima?" desam, "Bekzod" deydi. Meniki Aziz, o'zimning otimni aytganman. Bir gap aytaymi, Bekzoddan tur yo'qolib yurdan deyman-ku. Xo'p deb ketadi. O'sha narsa ssenariyda yo'q edi. Ssenariyda yo'q edi. Sanjar aka mana shu bolacha bilan prikol qilgani, bo'lmasa deb qani deb. O'shanda o'zim men qornim och holatda edim, chunki ertalab syomka 8 dan boshlanardi, kechqurun 12 gacha bo'lardi-da. Endi unaqa holatda gips qilib tashlaganmizlarni endi og'zi ham ochib bo'lmasdi-da. Ovqat yeyish ham qiyin edi-da. Och turardik-da.
qornim ochadi-da. Bolacham endi bolajonimni qarashi ham och qoringan bo'qirab qarash yo'qmaydi-da baribir. To'g'rimi? Hozir shuning uchun yani kino bo'lganim uchun madaniyat bilan gapirdim-da, men tur yo'qol deb. O'zi boshqa so'z aytmoqchi bo'lganmiz. Ko'cha bo'lganda pashov. Yaxshi. Sanjar Shodiev bilan Lekin bola zo'r o'ynab bergan Bekzod. Молодец. Hozir katta bo'lib qolgan, o'sha katta bo'lib uylanib, o'sha bolalik ham bo'lgandir o'sha. Lekin zo'r o'ynagan молодец Bekzod. Sanjar Shodiev bilan yana qanaqadir ijod bo'ldimi yo'qmi? Shu bilan to'xtab qoldimi keyin? Sani keyin ana Qora mushuk degan kinoni oldik, komediya u ham. U ham xarajati juda zo'r bo'ladi, uni ham xarajati. Endi bu unaqa yetti haykalda unaqa omadli chiqmadi u. Xohlaymizmi yo'q, biz filmni sezmadik ham даже. Shunaqa bo'lib Ha, o'zimiz ham sezmadik. Kino nomi ham biz sezmadik degan kino edi. Ya Qora mushuk degan kino nomi. Endi biz o'zimiz o'sha o'zimiz bir o'sha mas'uliyatni his qilib, shu yurakdan nima qilmadikmi deyman-da, chunki syomka payti ham har kun to'yma-to'y yurib, to'ydan xizmatdan charchab kelib, syomka qilardik-da. Alfa Media hayotingizning yorqin damlarini tarix zarvaraqlariga muhrlaydi. To'ylarda ko'p yurgansizlar, shu uchun Shu xizmatlarda yurib, charchab kelib, syomka qilardik, o'sha uxlab qolardik, boshqa bo'lardi. Ishqilib endi u addushi yurakdan bir ham olinmadi-da u. Lekin xarajat zo'r bo'lgandi. O'sha o'zbek filmni xo'p, katta pavilyonida uy qurgandik, maket qilib. Katta uy, 2 etajli uy qurilgandi. xo'p. Zo'r xarajat bo'lgandi. Shu Qora mushugini o'sha mushuk bittasini o'sha bizdan uyga chaqiradi. Shu yerda mushugi bor, shuni yo'q qila olmayapman. Shuni ushlab tutib beringlar, mana keyin yo'q qilinglar shu mushukni. Bo'ldi, biz qilamiz deb 3 kishimi? 4 kishi biz bo'lganmiz. 4 kishi boramiz. Qilib ko'rib mushuk bizani. Mana sichqon kino bor, sichqon. Xo'p. Sichqon ushlaymiz deb polni nima bo'lgan? Xuddi shunaqa-da bu ham. Mushuk. Xarajat zo'r bo'lgan, budjet zo'r bo'lgan dedingiz. Qancha bu budjet uni? Ketgan. Budjet 100 mingdan oshiq ketgan. $100,000. $100,000. Lekin omadsiz. 7 haykal, bitta gal $700 bilan boshlangan butun O'zbekiston $100,000. Mana ko'p bunaqa kinolar ko'p. Mana oddiy bitta misol qaysi kino? Skorpion degan kino. Xo'p, olishdi. Ayol kishi ekan rejissor, Skorpion. $1 million oshiq pul ketgan ekanda shu kinoga. $1 million oshiq. Davlat tomonidan berilgan. Menimcha undan ham ko'p ketgan, chunki kinoda o chet el aktyorlari o'ynagan, boshqa nima endi bilmadim kim homiylik qilgan, aniq bilmayman, balki o'sha davlat budjetidanmi, aniq bilmayman lekin. Chet ellik aktyorlar o'ynadi, chet ellarda borib olganlarni, Marokashlarda, boshqa joylarda 4-5 davlatda olingan adashmasam. Xo'p. Men o'zim kirib ko'rdim kinoni, men to'g'ri zerikib qoldim-da. Kinoda dinamika degan narsa yo'q, men ko'rmadim. Temp yo'q. Ammo oxiri bir konsovkasi ham yo'q-da bu. Oxiri prosta oddiy tugayapti-da, tamom. Tomoshabin boshqacha narsani tugashini finalni kutyapti. Final yo'q-da. Dinamika yo'q, bir temp, bir xil tempda olingan. Xullas kino yemadi-da, mana yemadi. Katta pul. Lekin reklamasi zo'r bo'ldi. Tam Skorpion yo'q, $1 million oshiq pul ketdi, zo'r bo'ldi. Tam chet el aktyorlar o'ynadi, unaqa vahima qildilar, reklama zo'r bo'ldi. Lekin yemadi kino. Ko'ryapsizmi? Juda achinarli holat. Oddiy misolcha, mana masalan oddiy umuman bir arzimagan pul budjet o'sha kinolar bor. Budjeti arzimagan pulda. Lekin xalq ko'rganda, xalq ko'rib maza qilgan zo'r yeb ketgan kino. Misol uchun mana bojalardiki o'sha Boyvachchaga men eshitdim, shu arzimagan pul ketgan ekanda. Arzimagan. Lekin kino qanaqa portlab ketdi.
Haqiqatdanki o'shandan keyin boyvachcha bo'lganda, Ha. bojalar boyvachcha bo'lgan. Judayam. Mana shu haligi omadsiz bo'lganni ham sababini men bitta tushuntirib o'tmoqchiman. Omadsiz bo'lganni ham sababi shu emasmi? To'ylar emasmikan? Sizlar to'y yaxshi va juda ham qo'rqinchli narsa deb men sizda aytishingiz bo'yicha tushunyapman. To'y san'atkorni faqatgina cho'ntagini qappaytiradi, lekin haqiqiy san'atini o'ldiradi. Shunaqa bo'lib Yo'q, qolmasmikan mana to'y yo charxlaydi nabortdagi san'atkorlar. Yo'q, aziz qarang, Charxlaydi. Yo'q, endi san'atkorning o'zi borki, boqadigan bu to'y. San'atkorning asosiy daromadi to'y. U men bilmayman, men to'yga masalan chiqmaydigan san'atkorni men bilmayman. San'atkorni boqadigan narsa bu to'y bu. Xo'p. U konsert masalan beradi, u konsertdan u daromad olmaydi ham, u navbat xarajat qiladi konsertga. Endi agar zo'r reytingi zo'r bo'lsa, daromad qilishi mumkin. Lekin baribir o'sha konsertda nima uchun qiladi? To'yga chiqish uchun, o'sha reytingni ushlab turish uchun. Odamlar ko'rib, shuni to'yga chaqiramiz deyish uchun konsert qiladi. Asosiy o't hamma qo'shiqchilar ham klipni nima uchun kliplar chiqaradi? To'y uchun. Shu klipini ko'rsalar, mana shu klipi zo'r ekan, mana shu qo'shiq zo'r aytib to'yga chaqiramiz. Bu baribir ko'pincha to'y san'atkorni asl san'atini orqaga qoldirib ketyapti-da. Chunki xohlaymizmi yo'qmi? Ya'ni to'g'ri, endi u o'sha ijod qilish uchun, yashash uchun baribir o'sha daromad manbai bo'lishi kerak-da. Daromad manbai bo'lsa nima qayerdan tirikchilik qiladi u? Klipdan qanaqa? U klipga xarajat qiladi, konsertga ham xarajat qiladi. Qayerdan oladi? U san'atkor bo'lsa, u boshqa biznes qila olmaydi u. Boshqa biznes qilsa san'at qolib ketadi. Shuni qanaqadir birga bir olib borishning iloji yo'qmi? Qarang, siz aytyapsiz, $100,000 xarajat bo'ldi filmga. Qora mushukka $100,000. Lekin menga afsuski, biz uni sezmadigan, bilmadigan sabablarini siz aytib beryapsiz-ku, o'sha to'ylarda juda ham ko'p yurardik, to'ydan charchab kelardik. Qanaqadir to'ylarni to'xtatishning iloji, o'sha vaqtda to'y to'xtatishning iloji yo'qmidi? Faqatgina shu kinoga fikrlaringizni qaratganlaringizda o'sha film ham balki omadli emasmikan? Siz o'sha to'ylarda urdinglar, faqat to'yda. Ha, endi yo'q, mana o'shanda endi mana misol uchun mana shu qo'shiqchilar ham masalan konsert boshlasa, konsert bersa, nima qilsa, polni xayol o'sha fikr e'tiborini polni konsertga qaratadi. Xizmatlarni o'sha sekin chetga surib qo'yadi. Ko'pchiligida masalan o'sha repetitsiya, tayyorgarlik, boshqa nima. Masalan, boshqasi kim bo'lsa, yana kinochilar mana biz o'sha xatoyimiz, kinoni o'sha boshladikmi? Polni biz o'sha kino bilan bo'lishimiz kerak edi-da. Biz yo'q. Bo'ldi, kino ham qarashib davom etaveradi, bu yerda xizmatni ham qilaveramiz degan narsa. Chunki endi kinoga ham o'sha homiylar ham bor edi. Homiylar ham bor edi, lekin baribir o'sha qarang, budjet katta bo'lgani uchun o'zimizdan ishlab o'sha kinoga pul tikishimiz kerak edi-da. Xarajat endi katta bo'lgani uchun o'zimizdan majbur edik, shu pul topib shu kinoga tikishimiz kerak edi. Shuning uchun har kun shu to'yma-to'y yurib, nima qilib, syomka qildik. O'sha to'ydan topgan pulimizni shu kinoga urganmiz. Bu filmni omadsiz. Lekin mana omadsiz chiqdi. Nima uchun? Sababida ikki tomonga chopdik. Xayol fikr. Shuni o'zlaringiz tushunasizlarmi? Shu o'zimiz ham sababchimiz. Ha, конечно. Qanaqadir bor e'tiborimizni bera olmadik shu uchun. Shunday-da. O'zlaringiz ham shuni sezasizlar. Yaxshi. Nimaga hozir kino o'ldi? Umuman o'zi. Kino o'lgani ancha bo'ldi. Kino o'luvdi. Keyin mana Ahad Qayum yana chiqdi. Kino o'ldimi dedi, ha deyishdi. To'xtinglar, men bo'lsa shuni ko'maman dedi. Keyin mana shu xo'rlangan degan joylardan boshlab kinoni shuna oldi, ko'mdi-da u. O'lganni o'zi tepdi ham-da u. Bo'ldi dedi. Boshqa hech qolmadi, tamom dedi. Endi men sekin dedi, mana PR ga o'taman dedi. Bo'ldi, kino o'ldi, tamom o'zi dedi. Sekin PR ga o'tib ketdi-da. Kinoni shu o'lgani ham sabab ham shular emasmi? Har xil kinoni tushunmaydigan odamlar ham kirib kino olaverib, shoir ham kirib kino oladi. Shu, ha, baribir chunchuq suysa ham qassob suysin deydi-ku. Har bir ishni o'zini bar egasi qilgan yaxshi ekan-da.
har bir o'sha sohani o'zini egasi qilgani yaxshi ekan baribir. Bu mana kinoni nima deydi? Kinolar haqiqatan ham egasi qolmay qoldi-da. Xohlagan odam kirib chiqaverdi-da, xohlagan odam olib tashlaverdi kinoni. Kimning puli bor? Umuman boshqa sohami, kim puli bormi? Kino olib tashlaverdi-da, tamom. Конечно, buni o'yladi-da. Kinoni o'zini egasi qolmagandan keyin, egasi hamma bosib ketgandan keyin, kirdi chiqdi bo'lgandan keyin nima deydi u? Bedarvoza bo'lib qoldi-da kino. Xohlagan odam kirib, xohlagan narsasini qiladigan bo'lib qoldi. Unaqada конечно o'yladi-da. Achinarli holat. Men har xil chiqayotgan filmlarga qarab, shu uchun men o'qiganmidim degan qanaqadir bo'lmaydi. Men shunga umrimni tikkanmidim. Bor. Hozir mana ko'p bor. Ko'pchilik shunaqa hozir. Men o'zimni o'sha bir ikkita o'sha mana do'stlarim bor. O'sha institutda o'qigan, boshqa nima qilib kinolarda o'ynagan taniqlilar ham bor orasida. Lekin mana hozir kunga kelib ikkitasi o'sha o'zidan eshitgan joylarim bor. Shuncha men umrimni shu narsaga tikdimmi degan odamlar ham bor haqiqatan hamda. Yo'q, mana kino o'lgandan keyin mana shu o'zbek kinosini o'sha endi zvizdasi, yulduzi, haqiqiy yulduzi, misol uchun Ulug'bek Qodirov. Kino o'lgandan keyin Amerikaga ketdi. Amerikaga borib, o'sha Amerikada ishladi. Bu nima degan gap bu? Bo'lmasam, endi Ulug'bek Qodirov bu haqiqatan o'zbek kinosining yulduzi-da. Lekin shu odam, shu yulduz Amerikaga borib ishladi. Achinarli holat. Qaytarmikan o'zi tiriladimi o'zi? Yo bo'lmasa o'zbek kinosi qachon dunyoga keladi yana? O'zbek kinosi qachon dunyoga yana qaytadan tug'iladi? Shu bo'larmikan? Shunaqa holatlar. Oxirgi vaqtlarda davlat filmlari qanaqadir tarixiy filmlar. Davlat filmlari ham bor, mana bilasizmi? Tarixiy filmlar olyaptilar. Endi bor ko'p bir ikkita orasidan bir yaxshi rejissyorlar bor, yaxshi o'sha bir narsalar olishyapti. Lekin degan joyi bor. Ko'pchiligi ular ham ichida, ko'pchiligi qo'l uchida olyapti-da. Nima uchun? Mana xalq uni ko'rmayapti-da. Bo'lmasam budjet, davlat zo'r pul beryapti. Milliard pul beryapti. Mana ol tarixiy kino olasan, boshqa olasan, ol beryapti, lekin xalq ko'radigan kino chiqmayapti-da. Mana masalan, nechta mana to'lon keyin o'sha bir nima o'zbek kinoni o'sha bir nimasiga borib qoldik. O'sha qanaqa yig'ilish nimasi bo'ldi? Xo'p. Necha yuztadir kino olinibdi-da o'sha yil davomida. Xo'p. Necha yuztadir o'sha badiiy film, hujjatli film, to'liq metrajli film, necha yuztalab sonini aytyaptilar-da. Shular orasidan men bundan qaraman, qaysi birini bularni xalq ko'rdi deyapman. Endi ko'p bir ikkitasi masalan bor. Misol uchun men aytishim mumkin, Ilhaq Jahongir Ahmedov, Ilhaq yaxshi kino. Ko'rdim. Men o'zim ko'rdingizmi? Men maza qildim lekin. Haqiqatan onani o'sha ko'rsatib bergan, haqiqiy o'zbek ayol, o'zbek onasini o'sha kinoda ko'rsatib bergan, gap yo'q. Qanchalik kuchli ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin mana shuncha tarixiy kinolar, shuncha davlat o'sha pul beryapti, zo'r. Budjet zo'r. Lekin kino arzimaydi-da, u shuncha ketgan xarajatga arzimaydi. Xalq ko'rmayapti. Agar xalq ko'rsa, masalan aytaydi-da, o'sha kino shov-shuv bo'laydi-da. Oxirgi yil davomida, masalan, shu oxirgi yil davomida qaysi kino masalan shov-shuv bo'ldi? Bilmayman. Bilmaysiz masalan, to'g'rimi? Lekin har kun kino olinyapti. Mana necha yuztadir mana kino oldik deb, o'sha mana u yig'ilishda o'zbek filmda aytadi ular. Lekin u kinolarni xalq ko'ryaptimi, yo'qmi? Mana siz aytasiz, men oxirgi shov-shuv bo'lgan kinolar men eslolmayman ham. Bitta mana shu Ilhaqni bilaman lekin. Ilhaq haqiqatan shov-shuv bo'ldi, ko'rdim, menga ham yoqdi. Arziydi-da. Lekin qolgan kinolarni men masalan eslolmayman, lekin har kun kino olinadi-da. Davlat mana zo'r pul ajratyapti, lekin rezultat yo'q.
Tirilib qolar. Tirilib qolar. 7 haykal bitta kal. Siz umuman pul olmagan ekansiz. Juda ham omadli chiqqan filmdan qanaqa pul olmaslik mumkin, aziz? Yo'q. Yo'q, berganlar. Berganlar. Unaqa endi ko'p nima emas. Misol uchun kerak, u qaysi ma'noda masalan, imенно men kinoga deb masalan bering demaganman. Masalan, pul kerak bo'lib qolgan payti ba'zi masalan berganlar. Aktyorni ish haqqi bu yerda. Men o'sha. Yo'q, endi biz o'zimiz mana bu ikkalamiz boshladik, nima qildik? Men o'zim boshida aytganman, masalan, menga pul kerak emas aka. Nima emas? Просто от души, yurakdan shu kino zo'r chiqsa men roziman, xursandman deganman. Xo'p, film omadli chiqdi. Menda shunaqa bir ma'lumot bor, hattoki chiptalar qolmay qolardi. Chiptalar qolmay qolardi. Qanaqa qilib sizga pul bermaslik mumkin? Yo'q, men aytayapman-ki, men o'sha boshida o'zim aytganman, pul kerak emas. Lekin mana pul kerak bo'lgan payti, misol uchun, pul kerak bo'lgan payti, masalan, Sanjar aka pul kerak menga hozir nima bo'lib qolgan paytim, nech pul olma deb bergan joylari bo'lgan masalan aka. Lekin Mirzabek Xolmedovdek, aziz, men bu sani maoshing ol degan narsa bo'lmagan ekanda sizdan. Endi men o'zim aytganman-da Sanjar akaga. Aka kerak emas. Mirzabek Xolmedovga ham o'zingiz aytgansiz-ku. Baribir o'zlari berdilar-ku sizga. Endi Mirzabekka berdilar Sanjar aka. Lekin kerak bo'lgan payti, pul kerak bo'lgan payti so'rab olgansiz. Yo'q, men ham aka, menga pul kerak bo'lib qoldi, gap yo'q. Lekin aytganlar Sanjar aka, o'sha kino chiqqandan keyin masalan Aziz, biron bir sen shuncha nima qilding, mehnat qilding, nima qilding, atay biron bir nima kerak bo'lsa, yordam bironasi kerak bo'lsa, aloqaga chiq deb aytganlar menga. Endi qaysi ma'noda mana birga shuncha to'ylarda yurdik. Masalan, shu Sanjar aka men sababchida emas. Birga ikkalamiz olib boramiz deb qancha to'ylar masalan olib berganlar menga nima qilganlar. Men yomonlik ko'rmaganman. Rahmatli onamni sanatoriyaga olib borganmiz Toshkentdan Oqtoshga. Sanjar aka to'laganlar polni o'sha nimasini, xarajatini. Bilmadim, men o'ylayman, baribir hamma mehnat oqlanishi kerak. Oqlanish kerakda ham siz so'ramasligingiz kerak. Mehnatingizni haqqini odam berish kerak, rozi bo'lib. Men shunday demoqchi emasman, shunchaki bu aniq ma'lumot ekanligi uchun sizdan so'ra olyapman. O'zi umuman kinoni orqasidan eng ko'p pul ishlaganini eslab bilasizmi o'zi? U shunaqa bo'lganmi o'zi? Aziz Eshonqulov filmlarining orqasidan ishlagan pulini. Yo'q, men endi kino, men ko'p kinolarda o'ynamaganman. 7 haykal. Keyin bir ikkita kinolarda tam Qora mushuk, endi bir ikkita kino epizodlarda o'ynaganmiz, nima qilganmiz. Men aytayapman-ki, men kino emas, men shu ko'proq qiziqchilikka qiziqqanman-da. Tushunarli. Qiziqchi bo'laman deb o'zi san'atga kirib kelganman. O'zi so'z ustasiga o'zi kino kerakmidi, Aziz? Ya'ni o'sha payt endi o'sha tanilish uchun, chiqib olish uchun kino, ya'ni kino, конечно, qiziqchi o'zi zo'r aktyor bo'ladi-da. O'zi zo'r qiziqchi, bu zo'r aktyor bo'ladi o'zi. Chunki o'sha sahnada ham qiziqchilik qilganda o'sha aktyorlik ko'rsatib beradi-da, o'sha Latifani aytayotganda ham o'sha bir obrazga kirib masalan, o'sha masalan cholni gapiryaptim, cholli obrazga kiradi. Boshqa aktyorskida bu. Mana Mirzabek aka masalan Xolmedov ustozimiz ham nechta kinolarda o'ynaganlar. Ko'zlarim yo'lingda, boshqa o'sha boshida o'sha kinolarga chiqib nima qilgan tanilganlar. Kino endi bu tanilishga ham zo'r yaxshi-da bu. Yaxshi tramplin bo'la oladi. Endi o'sha paytda shu kino avjiga chiqqan payt, polni qo'shiqchisi ham hammasi kinoga o'ynardi-ku. Bir qanaqadir yangi era bo'lgandi o'sha filmlarda. Tushunarli. O'zbek kino, siz kastingga bordingiz. Kastingni qabul qiladigan bir inson gay. Sizga kechqurun yozdi. Nima bo'lgandi o'shanda? Siz kastingga bordingiz. Kastingga borganingizdan keyin o'zbek kinodagi yigitmi endi erkakmi? Erkak. Nima bo'lgandi o'shanda? Kastingga men proyektlariga o'sha bordim. O'zda bitta aka bor ekan. O'zlari yo'q ekan. Xo'p. Bilmayman endi otini men uni. Bilmayman, ham ishqilib bitta akada endi uni o'zi polni nima qilmaman. Yoshi kattaroq odam. Xo'p. Tam o'sha rasmlarimni olib qolishdi, nima qilib qoldi, telefon raqamini yozib oldi. Keyin telefon raqamini shu yozib olib, kechqurun yozyapti-da, qalaysiz, yaxshimisiz? Zerikmayapsizmi?
Nima Siz qilyapsiz? qayerdan bilyapsiz o'sha odamligini? Nima qilyapsiz? Men birinchi o'sha qalaysiz kim bu deb yozyapman-da. Men o'sha kelib proba topshirib ketdingiz-ku deyapti-da. Qalaysiz zerikmayapsiz nima deb yozyapti. Men o'sha sraz dagnat qildim, что bu bilan. Gay. Ya, astagfirullah gay. Aytdim, короче, bilan, menga вообще bilan yozma. O'sha borib sana bilan bir narsa qilib kelaman. Tushundingmi deb. Nima qilganimdan keyin o'sha yozmadi, tamom shu bilan javob ketdi. Keyin o'sha ko'rsang nima qilsang, mani ko'zi qochib ketadi-da. O'sha voqeadan keyin ko'rishdinglarmi? Hech ko'rishib Ben shu o'zbek filmda bir ikki marta o'sha borganimda ko'rganda o'sha ko'rmaslikka olib ketib olgan joylari bo'lganda. Juda ham bir qiziq narsa. Men ham o'zim ham shu haqida ma'lumot bor edi. Shu rostdan ham shunaqa bo'lganmi desam, ha, shunaqa bo'lgan Aziz bilan. Shunaqa bir. Yo, mana Chotki TVda intervyuda ham aytdim-ku. Ha, u yerda ham o'zi aytgan. Chotki TVda ham aytdim-ku intervyuda. Qiziq narsa, qiziq narsa. Juda ham mana o'zim ham eshitib sal boshqacha bo'lib ketib qoldim-da. Biz endi uni nimagadir chet ellarda unaqa insonlar bizda yo'q deb o'ylaymiz, lekin nechinchi yil edi o'shanda? Ancha yil oldin-da. Siz hali tanilmagan edingiz. Yo'q. Hali yomon taniqlamas edim men unda. Necha yil o'zi qancha o'zi. Почти bir 20 yilmi? Ayni yosh bo'lgan vaqtingiz bo'lgan ekan. Voqelik. O'zi hozir ham shunaqa narsalar bo'lishi mumkinmi o'zbek kinolarda? Umuman o'zbek kinoda emas, filmlarda. Xususiy filmlar bo'lishi mumkin. Xohlaymizmi yo'qmi, internet olamida biz juda ham internet olami juda ham rivojlanib ketgan. Har xil ma'lumotlar kelaveradi, har xil videolarni ko'raveramiz. Nima deydi, mana shu hozir endi вообще bo'lib ketdi-ku. Hozir buni trans degan narsalar ko'payib ketdi. O'zi operatsiya qilib, mana erkaklar operatsiya qilib o'zini ayol qilyapti. Ayollar operatsiya qilib o'zini erkak qilyapti, mana nima qilyapti. Shunaqa narsalar rivojlanib ketdi-ku hozir. O'zi nima deb o'ylaysiz? Oldin ham shunaqalar bo'lgan, faqat internet yo'qligi uchun chaqirganmiz ham. Endi oldin mana operatsiyalar bo'lmagan. Hozir endi mana rivojlanib ketdi. Tak oldindan bu bo'lib kelgan o'sha nima payg'ambar Lut alayhissalomning davrida o'sha qavm polni shunaqa bo'lib ketgan-ku. Lut alayhissalom payg'ambarning davrida polni qavmlari shunaqa 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 nima gay bo'lib ketganda. Oxirgi zamonda boshlanishi shu emasmi? O'sha yer shu duo qilganlar keyin o'sha yer nima bo'lgan keyin chappa bo'lgan. Yer yutgandan keyin ularni duolardan keyin. Oxirgi zamonning boshlanishi mana shunaqalar bilan boshlanmasmikan? Nima deb o'ylaysiz? Endi bu balki qiyomatning alomatlaridan bittasidir bu. Endi bu shu davrdan beri o'sha boshlanib kelgan, bo'lib kelgan, bundan keyin ham bu to qiyomatgacha bo'ladi bunaqa narsalar. Shu qiyomatdan o'sha alomatlari sekin-sekin mana operatsiya mana ayollarning erkak bo'lishi, erkaklarning ayol bo'lishi. Bu shu qiyomatning shu alomatlaridan bittasida. Juda ham qo'rqinchli holat. Chunki siz bilan bizni farzandlarimiz qaysi avlodda katta bo'ladi degan savolni men o'zimga bersam, ozginagina qo'rqaman-da. Va ozginagina qo'rqaman va juda ham achinarli holat. Bizni farzandlarimiz nimani ko'rib o'sadi? Jamiyatdagi insonlar, atrofdagi insonlar qanaqa bo'ladi degan narsani o'ylasam, ozginagina qo'rqib ketadi odam. Siz haqingizda ma'lumot yig'ganimda Aziz Eshonqulov kim deb so'raganimda, siz va meni yaxshi taniydigan insonlar hammasi bir xil javob berdi. Aziz Eshonqulov shunaqa kayf qiladiki, agar u insonni kayf qiladiganini boshqa bir inson qilsa, bir yillab o'ziga kela olmaydi. Hammasi bitta javobni aytdi. Ko'p kayf qilarmidingiz? Kayf sapo. Endi shunaqa ekanda o'sha sal ko'zga ko'ringandan keyin aka-ukalar o'tpatlar ko'payib qolar ekan. Qiziq. Endi yoshlik qilib, nima qilib, unda ko'p qilganmiz kayf sapo. Endi men buni o'sha oldingi nimamda ham suhbatimda ham intervyu bergandim, aytganman. Juda ko'p kayf qilganmiz.
Kayf qachondan boshlangan? Yetti haykal bitta kaldan keyinmi yoki Mirzo teatridan keyinmi? Mana shu 2010dan boshlanganda. Ungacha lekin yo'q, men ungacha sport bilan shug'ullanib, chiroyli ijod qilib yuraydik. Keyin уже mana shuda ko'zga ko'ringandan keyin уже davralar ko'payib ketdi. Shuni san'atkor aslida sezmaydimi shuni? Men hozir ozginagina bir noto'g'ri harakat qilsam, shu bilan qora chuqurga tushib ketib qolaman. San'at bir chekkaga chiqib ketib qoladi degan tushuncha kelib qolmaydimi? Endi nima deydi? Endi bir yolg'onchi dunyoda bu. Yolg'onchi dunyo. Mana har tomonlama aldayganda shu odamni. Nima deydi endi baribir o'sha kimdir aytadi, to'rkunlik dunyo, kayf safo qilib qol deydi. Shu kayf qilganing qoladi deydi. Endi shu yoshlik qilganmiz endi. San'atkorning hayotida o'zi kayf safo qachon kirib keladi, Aziz? Boshlanishidami yoki sal ko'zi ko'ringandan? Sal ko'zga ko'ringandan keyin ana shu payt o'sha boshida bitta muxlis paydo bo'ladi, aka paydo bo'ladi, ulfat paydo bo'ladi. Chaqirishni boshlaydilar. Keling davramizga. Mana borasiz, o'tirasiz, yeb ichasiz, zo'r mehmon qiladilar. Keyin o'shada endi yoqadi u davra. Nima qilsada endi o'sha maqtasalar, maqtaydilar, gapi yo'q zo'r. Gapirgan gapizni o'sha ma'qullab, ularga latif aytsangiz kuladilar maza qilib, gap yo'q deb. Unaqa davra o'sha yoqadi-da. Unaqa davra yoqqandan keyin yana borgisi keladi-da. Borib oxiri endi shunda nima deydi? Baribir oxiri nima deydi? Endi bu kayf safar baribir oxiri. Endi o'sha to'g'ri xulosa chiqarib olish kerak-da. Bor endi shunaqa odamlar bor, mana borasiz. Dushmanlik ham qiladiganlar bor, masalan, boshida gap yo'q, hurmat qilamiz, yo'q, oling qani ichiralarda ichirgandan keyin o'sha mas bo'lganingizdan keyin mas holatingiz o'zingiz bilmay qolganingizdan keyin kuladiganlar ham bor. Ustizdan. Mana ahvolni qarang, qotib qoldik-ku. Mana bu san'atkorni qara uni deydi, ahvolni qara deydi. O'zi ichirganda, o'zi ichirib nima qilib, keyin hammaga gapiradi keyin. Ertasi kuni yoki bo'lmasa ijaralarni chiqaradi. Kecha keyin Xudoga shukr videomiz chiqmagan-ku. Keyin ertasiga gapiradi-da, falonchani chaqirdim, qotib qoladi. Bu qol qaytarib bir narsalar bo'ldi, dumalab qoldi. O'zidan ham qo'shib aytadi. Endi Xudoga shukr davrada hech dumalab qolmagan-ku biza. Lekin shu qo'shib aytadi-da, shunaqa pashshadan fil yasab nima qilib bo'rttirib. Shunaqalari ham bor, ko'rganmiz. Ko'p mana shu san'atkorda endi o'sha o'z dushmani ham ko'p bo'lgan-da. Ko'rolmaydiganlar, nimalar ko'p bo'lgan. G'iybat qiladiganlar ko'p san'atkorda. Keyin mana shu ko'p bo'lgan o'zimizda ham shu ichirib nima qilib, shunaqa nima qilgandan keyin ertasiga g'iybatlar qilib, mana shunaqa ahvol shunaqa bo'lib qoldi, yotib qoldi, dumalab qoldi. Qusib tashadi, rasvo qilib tashadi amaliyotni. Bo'lmaydi u, короче. Shunaqa bo'lgan, shunaqa narsalar ham. Bo'lmasam o'zi ichirganda o'zi chaqirib, qo'ymay o'zi ichirib, davay gap yo'q, zo'r bo'ladi. Bo'lib tushunamiz. Mas bo'lib qolsangiz, mana mas bo'lib qoldim desa, bo'lib turadi, bu erkakchilik bo'lib turadi, yo'q. Sizni ma'qul, sizni yoningizda sizni maqtab nima qilib, orqangizdan mana shunaqa yomonlaganlar ham shunaqalar ham bo'lgan. Qabohat ichida ekanligingizni qachon his qilgansiz, Aziz? Qabohat nima o'zi? Qabohat deganiki, mana shunaqa tushunarsiz hayot kechirish, kayf safo, qisqa qilib bizani chapani tilda aytganda, kayf safoni ichida ekanligingizni, tubanlik botqog'ida ekanligingizni odam o'zi his qiladi va o'zini o'zgartirishni boshlaydi. Ana o'sha eng avjiga chiqqan payt o'shada kayf safoga kirib ketib qolgan paytimiz endi. O'shandan keyin o'sha mana ijoddan to'xtab qolgandan keyin o'shandan keyin-da ting etadi-da. Shuni san'atkorda o'zi sezadimi yoki kimdir durtki bo'ladimi, sababchi bo'ladimi? Endi u o'ziga yetib kelmaguncha
o'zi o'sha narsani asosat qilmaguncha, tushunmaguncha, unga ming aytsinlar, ming nima qilsinlar, o'ziga yetib bormaguncha foydasi yo'q. O'zi mana shu konkretno o'sha nima deydi, boshi devorga urilmaguncha tushunib yetmas ekan. Ming boshqalar gapirgan, ko'p bo'lgan, ko'p juda ko'pchilik masalan gapirgan. Ko'p gap qilyapsan, ko'p ichyapsan. Kerak to'xtat. Nima qil, o'zingni bir yig'ishtirib ol degan masalan joylari ham bo'lgan. O'zingiz o'sha narsani tushunib yetmagunizcha qiyin ekanmi deymanda. Bo'lganda juda ko'p. Hech mana shunaqa bir hozirgacha unutolmaydigan eng achinarli holatni eslab bilasizmi? Kayfsafon ichidasiz, ertalab ko'zingizni ochdingiz va tushundingiz. Aziz, sen kecha nima qilding degan. Bo'lgan ko'p bo'lgan. Juda ham ko'pmi? Juda ko'p bo'lgan. Bu qaysi birini aytib beray? Mana shu eng o'zingizda qolgani va qilding-ku degan narsalar bo'lgan, misol uchun. Eng yomoni ana shuda, mana shu ichib kayfsa bo'lgandan keyin, qotib qolgandan keyin ertasi kun turib, "Voy, bilan kecha nima qilib qo'yding? Nimaga u bilan urushding? Nimaga uni bunaqa gapirding? Nimaga o'zing bunaqa tutding? Nimaga o'qib bording ichib olib? Nimaga unga telefon qilding ichib olib?" degan narsalar juda ko'p bo'lgan. Chunki ichib olib, ichgandan keyin shayton sizni boshqaradi-da. O'zi keyinda nima deydi, kimgadir telefon qilgisi kelib qoladi. Mast holatda telefon qilasiz, unga gapirasiz, boshqa nima. U siz haqingizda boshqacha tasavvurda yuradi. San'atkor. San'atkor boshqa deb. Chunki o'zi ko'pincha mana trez holatda masalan hayotda o'sha trez holatda yuradigan insonlar zo'rda, mana gaplashganda ham zo'r gaplashadi, o'zini chiroyli tutadi. Muomalasi ham yaxshi. Lekin o'sha odam ichsak, mast bo'lsa, umuman boshqa odamda u. Boshqa odam o'sha sal qo'pollashadi. Uyat to'polni yig'ishtirib tashlaydi tam. O'zini o'sha nima deydi? O'sha o'zini joyi bo'lmagan joylarga ham boradi-da, o'zini o'sha nimasiga to'g'ri kelmaydigan joylarga ham borib, o'sha yerda masalanda obro'yini to'kib qo'yishi mumkin boshqa. Bo'ladi-da shunaqa holatlar ham masalan bo'lgan o'zimizda ham. Men buni bekitmayman to'g'risi. Men nima uchun aytganman va oldingi o'sha intervyuda ham aytganman, mana shu yosh ijodkorlar o'zi masalan shu chiqib kelayotgan ijodkorlar misol uchun hozir tanilib kelayotgan masalan bir muxlislar, 4-5 ta muxlisi bo'lsa ham bor ijodkorlar shu narsani bilsin. Shu ertaga bularga shunaqa sinovlar keladi. Lekin shu sinovlardan chiroyli o'tishi uchun mana shunaqa mana shu xatolarni, shunaqa ishlarni qilmasligi uchun men addu shu yurakdan aytyapman. Misol uchun men aytishim kerak, qarochi nima o'zim kayf qilganman, xo'p tamom billan, erkak kishi kayf qiladi boshqa. O'yla mana xudoga shukr, normal yuribmiz-ku deb aytsam ham bo'ladi. Lekin yo'q. Men aytaman-da, o'zimizdan shu bo'lgan ko'p pishaymo yeganmiz. Shuning uchun kayf sapolardan odam o'zini tiyish kerak, nafsini tiyish kerak ekanda. Ijod ayniqsa san'atkor. Ayniqsa san'atkor bu narsa bo'yicha juda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Ehtiyot bo'lmasa ko'p qoqiladi, ko'p pand yeydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak bu narsalardan. Iloji boricha kayf safo bu narsalarga ko'ngil qo'yish kerak emas. Ko'p nasha cho'karmidingiz? Yo'q, men nashaga yo'qman. Men shu ko'p ichkilikka, spirtli ichimlik. Ko'p spirtli ichimlikka bo'lgan. Bo'lgan, lekin yo'q, menga yoqmagan. Faqat spirtli ichimlik. Mana shuda spirtli ichimlik, mana shu pivoni ko'p ishqibozi bo'lganman. Pivoga, aroqqa, viski mania deydi-ku. Shunaqa narsalar. Odam umuman san'atkor o'zi mana shu kayf safoni o'ldirishini sezib qilaveradimi shu ishni yo mana shunaqa tushuncha bo'lmaydimi san'atkorda? Bu meni bir kun o'ldirishi mumkin. Men aytaman, ko'p pand yeganman. Mana shuning orqasidan.
Yani ertaga syomka, ertaga mana syomka belgilaganmiz, ertaga syomka qilamiz deganmiz, bolalar bilan kelishib, ertaga o'zim masalan, shuni ertaga olaman mana shu narsani, o'zim syomka qilaman deb aytib qo'ydim. Bugun короче boryapman, bir joyga meni chaqiryaptilar. Axir ozgina ichimda nima qilaman-da, keyin ertaga syomka. İchgandan keyin stop yo'q. Nimasi yo'q, me'yori yo'q. Ketdi-da, kansa ketdimi, ertalabgacha yurib, gap saponi qilib, keyin kuni bilan uxlab, syomkam qolib ketgan. Ko'p bo'lgan bunaqa holat. Shuni Qancha masalan kimgadir va'da berib qo'ygan joyingiz bo'lardi. lafz. Ha, shu bo'ldi, ta'sir ishonib sizni syomkaga chaqirgan. Yoki ko'rsatuvga chaqirgan. Yoki uchrashuv переговорga masalan chaqirgan. Bo'ldi, ertaga ko'rishamiz deb boraman deb va'da berib qo'ygan. Ertalabgacha ichib keyin ular uxlab qolib, borolmagan joylarimiz bo'lgan. Shuni Keyinda orqasidan gap so'zlar ham bo'lgan, bu va'da beradi. Kelmaydi bu. Ichadi-da, tamom shu bilan yetilib kayf qiladi-da. Kelmaydi keyin degan narsalar ham bo'lgan. Vaholanki, shu narsa haqiqatan bo'lgan. Men bekitmayman bu narsani. Shuni orqasidan teatr tugadi, shuni orqasidan kinolar tugadi. Azizbekning hayotida. Kino men teatrda nima uchun o'sha o'zim u ham xatoyim bilan o'sha ketganimni o'zim aytdim. Kino o'zi yo'q. Lekin-da o'sha bir ikkita syomkalarga ham daryo ichib borgan paytlarimiz ham bo'lgan. Kayf holatda, mast holatda borgan paytlarimiz ham bo'lgan. Elarda, короче, keyin bugun borolmayman degan paytlar ham bo'lgan. O'z oyog'iga o'zi bol turishni. Achinarli holat. Hozir vaziyat qanaqa? Mana lekin oxirgi marta Azamat Ahrorov yangi kino oldi. Xo'p. Komediya kino. Xo'p. O'shada meni ham taklif qilishdi. Men o'sha rejissyorning yordamchisi aytyapti-da endi. Aziz aka debdi, siz mana bu o'sha ichib kayf qilib syomkaga kelmaydigan odatlaringiz bormi yoki kech keladigan odatlaringiz bormi? Shunaqa deb eshitdim debdi-da. Men aytdim, "Yo'q, hozir unaqa emas. Hozir mas'uliyat his qilamiz." Xudoga shukr bu filmda aytilgan vaqtda borib, o'ynab chiroyli nima qilib chiqib qolsa kerak, xudo xolasa chiqsa ko'rasizlar. Nasib. Biror marta uylanmagansiz. Nimaga? Qonuniy uylanmaganman. Qonuniy. Zaks bo'lmagan. Zaks bo'lmagan. Din tomonlama nikoh bo'lgan. Nikoh lekin bo'lgan. katta to'y. Katta to'y unaqa narsa bo'lmagan. Endi o'sha boshida grajdanskiy yashaganman. Keyin o'sha nikohimni olganman, keyin bola bo'lgan, o'g'lim bor. Endi hozir kunda birga yashamaymiz. O'g'lim onasi bilan yashaydi. Sevishganmisiz? Ha. Sevishganmisiz? Sevishganmiz, qattiq sevishib o'rganmiz. Nechinchi yilda bo'lgan? Как раз o'sha mana 2010-yilda, 2009mi, 2008mi tanishuvdimmi deyman-da. 2008 tanishuvdimmi? 2008 bo'lsa shu 2015gacha 2014gachami birga yashagansizlar. Birga bo'lganmiz-da. Onajoningizni uyidan nimaga ketib qolganlar o'sha? Siz Toshkentda bo'lgansiz, adashmasam? Rafiqangiz Navoiy shahrida. Olib keldim men uni. Nima edi? O'sha beremenniy edi. Xonada bolasi bor, tug'ish kerak edi o'sha. Olib keldim-da, men rahmatli onamga aytdim, "Ona, shunaqa mana tug'adi yaqinda." Xo'p, olib kel bolam dedilar-da. Onam joylari jannatdan bo'lsin. Tushunadigan ayollar-da. Oliyjanob ayollar. Shundan bo'ldi, xo'p, sani bolang, men olib kelmaydi bolam. Shu yerda tug'adi. Shu bilan yashaysanmi? Shu bilan bo'lib nima qilasiz? Chunki yo'q, o'sha endi shuncha yashaganman. Onamlar shu kelaydilar Toshkentda uyga. Kelib nima qilib, qonli endi kelinda edi u. Xo'p, olib keldilar. Olib bordim. Chunki o'sha nima endi o'sha davolanish kerak edi. Qonli o'sha davoladilar, qonli xarajat emas nima qilib. Endi men keyin Toshkentda ishim Toshkentdaki men.
ishlagan. Ketdim Toshkentga yana o'sha ish bo'yicha ketdim yana. Bu endi shu sal bir injiq bo'lib qolganmi, nima bo'lib qolgan ish qilib. Masalan, yo'q, onam hech qachon masalan birovga masalan unaqa bir onam bo'lgani uchun maqtamayapman. Onam действительно shunaqa ayol edi. Hech qachon unaqa birovga bir qo'pol gapirib, nima qilib unaqa ayol emas. Men o'zi bu xohlamadim, nima qildim. Ketaman deb tushib olganda bilmadim endi nima bo'lmaydi, yo'qmaydi. Xudo biladi. Bilmadim. Keyin ketaman deyapti. Nima deysan deganlarga, "Xo'p, mayli, agar xohlamayotgan bo'lsa, mayli, xo'p, o'zi biladi." Bildim keyin ketganda u. Farzandingiz yoshi nechida? 5-sinfda. 5-sinfdami? Gaplashib turasizlarmi? Ismlari nima? Amir. Amir? Kim qo'ygan? Ismlarini. Yo'q, ismini onasi qo'ygan. Ha. Amir. Seni ism yaxshi ko'radi, shunda ismini qo'ygan. Juda ham chiroyli ism. Amir. O'zlari qo'ng'iroq qilib turishadimi yo siz qanaqadir ko'rishib turasizlarmi? Adashmasam uzoqda yashaydilar. Qoraqalpog'istonda. Qoraqalpog'istonda yashaydilar. Qanaqa Yo'q, mana telefondan gaplashib nima qilib turamiz, to'g'risini aytsam, men hali ko'rganim yo'q men o'zini. O'shandan beri hali ko'rganim yo'q. No, tam bir masalan bir ikki so'm nima qilib yordam nima qilganman. Farzandingizni nima qilib. birinchi qadamlarini ko'rmagansiz. Yo'q. Dada deb aytganlarini ham birinchi Telefondan eshitganman, yo'q. O'sha birinchi yo'q, farzand ko'rmaganman, yo'q. onajonlari qarshi bo'lganmi? Nimaga bunaqa shafqatsiz? Yo'q, qarshi emas. Men o'zim hali borganim yo'qdaman. Chunki undan keyin o'sha onam rahmatli Sahr edilar. Sahrlar juda og'irlashib qoldi. Ikkita oyoq ringlab ketib yurolmay qoldilar, kalaskada yuradigan bo'lib qoldilar. Endi shu onamga qarab nima qilib, balkim больница Toshkentga olib borib, bu yoqqa qarab nima qilib, onam bilan bo'laylik, o'sha onam rahmatli onamni shu duolarini qo'ldan kelgancha olib qoldik. Qarab nima qilib. Shu bilan keyinda onam dunyodan o'tdilar. Men keyin ancha o'zimga kelolmay qoldim. Chunki men uchun eng yaqin ayol onam edi. Meni eng tushunadigan ayolim. Butun dunyo xafa bo'lsa ham, onam har doim kelib olam deb bag'rini ochib kutib olgan ayol onam bo'ladilar. Unda shu kasal bo'lib, Sahr bo'lib, ikkita oyoqdan qoldilar. Ikkita oyoq chirib ketib qoldilar, Sahr shunaqa ekan. Kalaskada olib yurardik. Oxirida endi shu qiynalib qoldilar. Bemor bo'lib, qo'ldan kelgancha qaradik, duo qildilar, duolarini oldik. Yillar o'tadi baribir, Azizbek, yillar o'tadi, farzandingiz ulg'ayadi va siz bilan u ko'rishadi. Uni birinchi berayotgan savoli, "Dada, siz qayerda edingiz?" degan savolni beradi. O'shanga javobingiz tayyormisiz? Dubayda edim deyman. Dubaydan Burj Xalifada kayf qilib yotib boramda. Bir 5-6 xotinim bor edi. Ya baribir o'g'il bolaga baribir o'sha otani o'sha uyda baribir o'g'il bola tushib ko'rish kerak edi, otani non olib kelganini. To'g'ri, ya talpinadi. O'sha shunchalar ko'p telefon qiladi, misol uchun. Ko'rgisiga yig'lagan joylar dadam sog'indim, ko'rgim kelyapti deb. Xo'p, Xudo xolasa, nasib qilsa, mana niyat bor. Mana endi hozir katta, mana aqlim tonib katta bo'lyapti-ku. Xudo xolasa, mana shu Toshkentga Toshkentga olib kelmoqchiman. Olib kelib shu Toshkentga shu maktabga joylashtirib nima qilib shu qaramoqchiman o'zim, shu niyat. Men nazarimda bu juda chunki men endi hozir mana Xudoga shukr bir nima deydi, bir tubanliklardan o'tib nima qilib, bir sharoitlarni normal qilib, mana endi unaqa payt men olib kela olmasdim yoki nima qila olmasdim-da. Men chunki aytdimki, boshimdan nima o'tganlarini. Bu payt endi men uchun onam birinchi o'rinda edi-da. Ona
Birinchi o'rinda baribir ota-ona. Buni men tushunaman. Ana shunda. Baribir xohlaymizmi yo'qmi, farzand shu savolni beradi baribir. Dada, siz qayerda edingiz degan savol. Ha, mayli, endi самое главное o'sha nima deydi, hayotda shu bir kelajagida o'zini shu yo'lini topib ketishiga men bir sababchi bo'lsam, ota bo'lib, Bu juda muhim narsa. men shundan xursand bo'laman. Bu juda muhim. Keyin mayli xo'p. Men masalan to'g'risi ko'pchilik masalan ota-ona endi farzandidan qarigan chog'ida farzandiga nima desa qilib qoladi-ku, shuni qiladi. Men hozir qilib qolay, bunga hozir qilay, nima desa qilib beray. Ertaga menga qaraganda qaraydi deydi. Lekin yo'q, asli to'g'risini aytaymi. Mana bizga ham onam to'g'ri nima desak qilganlar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Biz ham qaradik, nima qildik, baribir o'sha gap to'g'ri ekanda aytadi-ku, o'sha bir umr farzand deb jon kuydiramiz, lekin farzandimiz farzandli bo'lsa-chi agar ular bizga emas, o'z farzandiga kuyar. Baribir shu bolangiz ham farzandingiz ham ertaga bola chaqali bo'lgandan keyin ko'proq o'sha baribir o'zini oilasini o'ylaydigan bo'lib qolar ekan. Baribir shu bolasini o'ylaydigan bo'lib qolar ekan. Bolamni mana ko'proq baribir shu bolasiga e'tibor qaratar ekanda, lekin aslida niyat o'sha men o'zim hayotda ko'rib bilganim ham kelib chiqib aytaman. Baribir birinchi navbatda ota-ona turish kerak ekan. Birinchi navbatda ota-ona, keyin oila, bola chaqa. To'g'risida xotin yo'lda, bola belda. Lekin ota-onani topib bo'lmaydi. Ota-ona bir marta keladi, bir marta ketadi. O'qib borganda ham birinchi savollardan bittasi ota-onani rozi qildingmi degan narsa bo'lar ekan. Agar shu savoldan o'ta olmasangiz, ahvol qiyinlashib qoladi. Qolgani keyin Xudo bolani berdimi, rizqini ham beradi. Qo'rqish kerak emas. Lekin mana sizni o'sha polni sizga qaragan, sizni katta qilgan insonlar bu ota-onalar. Birinchi ularning duosini, ularning roziligini olish kerak ekanda. Qaragan chog'ida ko'proq e'tiborni, ko'proq mehrni ona otaga emas, o'zimiz farzandimizga, o'zimiz xotinimizga, ayolimizga, o'zimiz oilamizga beramizda. Yo'q, aslida ona otaga birinchi mehrni ko'proq ularga berish kerak ekan. Chunki shunaqa holatlar bo'lib qoladi, kerak bo'lsa ayolingiz ham, bolangiz ham kerak bo'lsa kechaveradi-da, borda shunaqa odamlarni ko'rganman. Masalan, xotini uchun, bolasi uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilgan. Lekin shunaqa boshiga shunaqa bir narsalar tushib, shunaqa kunlar tushgan uchun, kulfatlar tushib bir narsalar bo'lgani uchun oilasi ham kechaverganda, xotin bola chaqasi ham kechavergan. Balki o'zini xatosi, o'zini aybidir. Lekin kechavergan, lekin o'sha holatda ham ona kechmas ekanda, ota ham jahl qilishi mumkin. Ota ham bilan bunaqa o'g'lim, bunaqa farzandim yo'q deb bo'lishi mumkin jahl. Lekin ona kechmas ekanda, butun dunyo xafa bo'lsa ham ona ke bolam derkanda mayli. Ona kechmas ekanda. Aytadi-ku, yorga kerak yorligim, do'stga kerak do'stligim. Kimgadir boyligim, kimga esadir meni xorligim. Lekin bir mushtipar onamga kerak meni borligim. Yorim o'ylaydi meni goh dardim sezolmaydi. Sevsa hamki u meni onamdek mehr berolmaydi. Do'st biladi qadrimni, meni xafa qilmaydi. Do'st bo'lsa ham dardimni onamchalik bilmaydi. Ko'ngil qo'shiq istaydi, yurak qayg'u bilmaydi. Onasi bor odamlar hech qachon qaramaydi. Juda ham qiziq, aniq bir ma'lumot menda bor. Onajonimni aniq bir kasal bo'lishlariga meni sho'xliklarim, meni kayf safoyim sabab. To'g'ri, bu ham sabab bo'lgan. Endi sahr nimadan kelib chiqadi? Asabdan-da. Asab kim asab qilgan shu?
o'zimiz farzandlar, endi polni men o'zim deyolmayman, ammo shu 4 ta farzandlari bo'lsa, hammamiz shu asab qilganmizda. Akam ham bor, bitta akam bor. Endi akam ham yoshligida sho'x bo'lgan. Ikkita qizlari bor. Ikkita qizlari ham shu nima deydi, oilasi bo'lmadi. Endi o'sha kuyovdan ham bir yalchimadilar. Yo'qda mana shuda bir sho'xlik qilib, shunaqa narsalar qilib. Endi ona hammasi nimaga kimga shu udar kimga bo'ladi, onaga bo'lar ekanda. Hamma narsani shu ichlariga yutib, oxiri mana shu yiqildilar keyin. Endi mayli xo'p, endi nima deydi, men masalan endi hozir men pushaymon deganim bilan to'g'ri tavba qilish kerak. Endi bizani endi o'z farzandlarni asosiy vazifamiz mana ona ota borligida farzandini duo qilar ekan. Ota-ona o'tgandan keyin farzand duo qilish kerak ekanda. Duo qilish kerak ekan. Shu mana shu ro'za Ramazon oylarida shu har kun mana duo qilamiz, ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Yaratganning o'z savol-javoblarini oson qilsin. Ilohim. Aziz, qachon sezdingiz uyga kirdingiz, onajoningiz yo'q? Qanaqa ta'sir qiladi? Har kun men hozirgacha masalan o'sha uyga kirsam, hozirgacha nimadir eslatadi-da onamni. Nimadir o'sha onam o'sha olib kelib qo'ygan bir narsalar bor. Mana buni onam olgandilar. Onam o'sha tikib ketgan ko'rpa bor, ko'rpacha bor. Masalan, o'shani onajonim shuni tikib bergandi. Men endi bo'yim uzunki, men 2 metr uzun ko'rpa menga tikib bergandilar-da. 2,5 metrdan o'zi ham. Onajonim, meni o'g'lim bo'yi uzun, chunki uzun ko'rpa mana tikib berdim deb aytaydilar-da. Da o'sha ko'rpani mana hozir ko'rsam onamni eslayman-da. Quchoqlab o'sha ko'rpani quchoqlayman, yotaman. Yani shunda men o'sha onamni davridagi o'sha onam hayotlik paytlarida nima o'sha uyda nima bo'lgan bo'lsa, o'sha narsalar hozir masalan ko'rsam, o'sha narsalarni onamni eslatadi-da. Ko'ribda. O'sha paytda unaqa siqilib nima qilib qolish kerak emas. O'sha payt duo qilish kerak ekan, ilohim onajonim oxiratlari obod bo'lsin. Joylari jannatdan bo'lsin, ilohim jannatda ko'rish nasib qilsin deb duo qilish kerak ekan. O'sha yetib boradi-da o'sha. O'zi onajon, dadajon qanaqa inson bo'lganlar? Nima ish qilishgan? Oliy ma'lumotlimi? Qayerda ishlashgan o'zi? Onam oliy ma'lumotli bo'lganlar. 2 ta institut tugatganlar. 2 ta institutda o'qiganlar. Onam o'sha высшее образование, da oliy ma'lumotli. Tikuv fabrikaga ishga kirib, direktor lavozimigacha ko'tarilganlar. Dadajoningiz? Dadam ama o'sha davlat ishlarida ham ishlaganlar. Endi unaqa nima yuqori lavozimda emas. Keyin o'zlari частный asosan частный o'sha ishlarda ishlaganlar o'zlari. Shu tipa shunaqa bir savdo sotiq. Savdo sotiq. Tijorat. Kiyim-kechak bilan shug'ullanganlar. Shu Toshkentdan o'sha kiyim-kechaklar olib kelib, bu yoqqa Navoiyga o'sha topshirardilar. Uchquduq, Zarafshon. Shunaqa joylarga o'sha olib borib sotib nima qilib, shunaqa ishlar qilganlar. O'zingiz navoiyliksiz? Karmanadan mana eski shahar Karmana. Eski shahar deyishadi, Karmana. Karmanadan-da. Azizbek, tarbiya sizlarda qanaqa bo'lgan? Ko'p narsa tarbiyaga ham bog'liq deyishadi-da. Mana onajoningiz ishlagan ekanlar, dadajoningiz ham ishlagan ekanlar. Sizlar erkin o'sgansizlar. Shu narsa ham sabab bo'lmaydimi? Mana shu narsa. Erkalatganlarda onam. Mana ana shu narsa. Onam ayniqsa bizlarni ko'p erkalatganlar. Chunki nima desak yoqdamaganlar. Endi o'sha yerda yaxshi daromad yaxshi bo'lgan. Onam otamda daromad yaxshi bo'lgan. Masalan, kiyimlarni ham zo'rini kiyganmiz. Yaxshi yeb ichganmiz. Masalan, ona otam shu narsadan hech qachon qizg'onmaganlar. Qilib berganlar bu narsani.
Mana shu Nima narsa- desam, menga nima desam olib berardilar. Men juda erkatoy bo'lganman, juda bir narsa o'sha masalan shu pul imkoniyat bo'lmasa ham o'tirib olib yig'laganman-da, olib berasiz deb. Dato. Chunki pul bo'lmasa ham borib qarz olib bo'lsa ham olib berganlar-da. Mana shu narsalar ham sabab bo'lib qolmasmikan, Azizbek? Mana keyingi hayotda Shunaqa, shuning uchun-da o'sha farzandda o'sha ozgina qanaqadir qaltiqxo'rlik bilan, ha, kerak ekan shu narsa. O'sha farzandni o'sha aqlini oladigan payti o'sha направленияni to'g'ri berish kerak ekanda. Shu yo'llanma, tarbiyani yo'llanmasini to'g'ri berish kerak ekan. Qaysidir joyda sal noto'g'ri ketib qoldimi? O'sha yo'q, keyin o'sha to'g'rilash kech bo'ladi. Shu vaqtida to'g'ri tarbiya berish kerak ekanda. Bilmadim endi shu balki shuni juda ham shu erkak bo'lganimiz uchun ham shu sho'xlik qilganmizmi? onajoningiz umrlarining oxirida bolam sendan roziman degan so'zni siz eshitgansiz? Reanimatsiyada shu oxirgi so'zlari. Endi men deyman, noto'g'rida men deyishim. Biz Endi hammamiz qaraganmiz ota-onamga, onamga shu kasal bo'lib nima qilgan. Endi ko'proq oxirgi paytlar ko'proq ikkalamiz qoldikda, ko'proq ikkalamiz bo'ldik. Shu Toshkentga ham olib ketdim, shu больницаga. Başta bir oy shu Toshkentda birga davolanib nima qilib больницаga ham eski Toshmaga yotdilar. 12 kun. O'sha yonlariga yotib qaradim. Ishkalaskada edilar. Ko'tarib olib chiqardim. Galasga o'tkazib, aylanib kelardik. O'sha oxir birga dardlashaydik, o'tirib gaplashib nima qilib, ikkalamiz juda bir yaxshi suhbatdosh bo'lib qoldik. Keyin o'sha Oqtosh sanatoriyaga yana olib ketdim ikkinchi marta. Yo'da birga o'sha 1-2 hafta yo'da bo'ldik. Keyin Navoiyga olib keldim, Navoiyda ham shu ikkalamiz qarab nima qilib. Endi onamni shu ikkita oyog'i bilan chirib ketdi. Yani har 2 soatlik перевязка qilib turish kerak edi. Endi uni hidiga chidab bo'lmasdi-da. Shu ochsam nima qilsam, xona nima bo'lib ketardi-da. Ko'pchilik kirmasdi ham endi xonaga hidi uchun nima uchun. Endi onam bu hid aslida o'zi bu mana bu keyin men shu narsani tushunib yetdim, bu hid aslida bu jannat hidida bu. Mana o'sha payt yoqimsiz hid bo'lishi mumkin bu. Qo'pol qilib aytganda o'sha bir sassiq hid bo'lishi mumkin. Lekin bu aslida jannat hidi bu. Jannatga olib boradigan hid. Men uchun jannat hidi bu. Endi o'sha qarab nima qilib oxir paytlar keyin o'sha tez o'sha reanimatsiyaga tushib qoladigan bo'lib qoldilar. Keyin shu oxirgi tavuqni bizning tilda tavuq deydi. Tavuq tabakani yaxshi ko'raydilar. Tavuq olib kel, tabaka olib kel. Yeyman deb. Safar tabaka olib borardim. Reanimatsiyaga o'zim kirib yedirardim-da. Yani o'sha yeyishga ham o'sha xol yo'qda o'sha. Yeyishga ham xol yo'qda. O'sha nimalarni masal turg'izib qo'yib o'zim yedirardim, rahmat bolam. Duo qilardilar. Keyin shu mana reanimatsiyaga kirish u mumkin emasda. Nima iltimos qiladi, chunki endi ular ham onamning holatini bilardi. Onam iltimos qilib nima qilib kirib 5 minutdan oshiq turish mumkin emas. Mayli 5 minutga kiring deb ruxsat berishardi. Shu 5 minutdan o'tsa bo'ldi chiqing nima qiling deb. Onam bolam ketma. Har safar ketma, ozgina o'tir dedilar. Ko'p kelaman, onajon kelaman deb men chiqardim. Keyin oxirgi marta kirdim. Har safar o'sha yana tabaka o'rganman, yedirdim. Duo qildi o'sha paytda bolajonim, men sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman, hammalaringizdan roziman dedi. Men sizdan so'raganim ham yo'q, men sizdan rozimisiz ona? Lekin o'zlari aytayaptilar, shu yuragidan aytayaptilar, men bolajonim hammalaringizni yaxshi ko'raman, hammalaringizdan roziman. Har safar ketma degan onam o'sha safar bo'ldi bolam. Bo'ldi bor uyga dedilar.
Men hammalaringizni yaxshi ko'raman, hammalaringizdan roziman. Bo'l uyga bor dedilar. Aytdim, nima, har safar ketma deb aytardingiz, bu safar bor. Yo, bo'ldi, borman, tan olaman bolam dedilar. Yaxshi ko'raman sizlarni bo'ldi. Roziman sizlardan. Har safar chiqing bo'ldi, chiqing deydigan doktorlar ham safar jim o'tiribdi, gapirmayapti hech kim. Qarab o'tiribdi men. Yo'q, xo'p, gap yo'q, onam. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Keyin shundan peshonalardan o'pdim. Rahmat bo'lam dedilar, bo'lib yotaman dedilar. Chunki shu bilan sekin chiqib ketdim. Keyin o'sha ahvol og'irlashgan. O'sha kuni. Telefon bo'lyapti, o'sha og'irlashtirdik, borib reanimatsiyada o'sha turamiz. Endi ahvol og'irlab komaga ketganlar. Hali jon uzilmaganda. O'sha holatda ham bir komada bir 1,5 kun, 2 kun yotdilar-da. Keyin o'sha jon uzilganda, shu bilan. Shu oxirgi marta o'sha ko'rganimda onam shu oxirgi gaplari shu. Tilla-tishlar topildimi? Yo'q, endi o'sha zapas, endi protez tishlar qoldi, tillaydi. Nima bo'lgandi shu? Endi o'sha nima qilsak, olib chiqsak, uyga olib kelsak, tishi yo'qda, endi o'sha nima, singlim. Protezlar bo'lgan, tilladan. Tillar, palma tillaydi. Xo'p. Yo'q, buni singlim aytyapti, protez tishlari yo'q ekan, nima qilib. Endi keyin singlim o'sha aytgan, nima qilgan. Biz qabrda o'sha ochib ko'ramiz deyishgan, nima qilay. Keyin men aytdim, kerak bo'ldi. Kim nima ahvolda, kim nima bilan o'ylaydi? Endi o'sha bordi tishlari, uyga olib kelsak yo'qda. Endi bilmadim endi bu. Alloh alam, Xudo biladi. Bilmadim endi kimdandir gumon qilish ham noto'g'ri bu narsa. Yo'q, lekin haqiqatan ham yo'q. Qanaqa bir tuban, xudbin insonlar atrofida gohida yashab qolayotganimizni his etib qolaman shunaqa vaziyatlarda. Yana har xil odam bu, mana 5 ta barmoq bir xil emas. Endi hamma yaxshi bo'lsa ham dunyoning hayotda qiziq qolmaydi. Dunyo shunaqa yaralgan. Kimdirda dunyo shunaqa yaralganda, kimdir yaxshi, kimdir yomon. Onajonga qilingan sho'xliklar, xatolar otajonga takrorlanmayaptimi, Aziz? Yo'q, dadam. Otajon bilan qanaqa munosabatlaringiz? Yaxshi, zo'r, mana yaxshi ko'radilar-ku. Endi mana qo'ldan kelgancha dam olgani u yoqqa bu yoqqa jo'natib turamiz. Yaxshi. Jo'natib turaman, oxirgi marta Zominga jo'natuvdim. 7 kun borib dam olib keldilar. Zomin ham juda chiroyli bo'lib ketibdi-ku hozir. Borib 7 kundan dam olib keldilar, duo qildilar, rahmat bo'lam deb. Qo'ldan kelgancha shu yoqqa bu yoqqa direksiyaga jo'natib turamiz. Biz o'zbeklarda otangga rahmat degan bir chiroyli so'z bor. Otajoningiz shu so'zlarni sizning orqangizdan eshitiladimi? Otangga rahmat degan tushuncha. Juda ham bir yoqimli. Bizning o'zi umuman ota-onalar uchun bu juda ham yoqimli tushuncha, lekin ko'pchilik aytadi, otangizga rahmat. Dadajoningizni o'zlariga shuni aytganlar bormi? Mana o'sha kakras shu Zominga o'sha borganlarida. Xo'p. Men telefon qilib turaydim-da men. Aha. O'g'lim paloncha, mana shu dadamni o'sha qaraydigan dadamni o'sha olib ketgan inson telefoni bor, uni sensor. Shu video yozibdan chiqib nima qilib. Keyin o'zi ko'rgan nima qilgan? Videolarini nima qilib. Bu sizni o'g'lingizmi? Bu taniymiz, bu zo'r komik-ku bu. Har kunimiz internetdan ko'ramiz. Sizni o'g'lingizmi? Gap yo'q deb keyin nima deydi, shu dadamni ham ular yaqin olib nima qilib. Shu nima deydi, bir narsalar masalan olib kelishlar dadamga ham berib, dadam bilan birga o'tirib, bitta nima qiling, aloqaga chiqing, o'g'lingiz bilan bitta gaplashaylik. Bo'lgan, shunaqa holatlar ham bo'lgan. Ota uchun bu juda ham katta faxr. Juda ham katta faxr bu narsa ota uchun. Shunday-da xursand bo'ladi, endi ota-onada xursand bo'ladi. Endi onajonim rahmat, endi bu bloger bo'lganimni.
bunaqa nimani ko'rolmadilar endi. Nimani 7 haykalda o'ynaganimni ko'rdilar, premyeraga boruvdilar. Mirzo teatriga chiqqanlarimni ko'rganlar, konsertlarga borganlar. Endi shu qismat shu ekan, taqdir shu ekan. Shunaqa. Lekin men shu Allohga shukr deyman. Menga shunaqa onani berganiga. Shukr. Masalan, mana bir nima deydi, bir yetim tug'ilishim bilan yetim qilmadi. Yoki bir nima deydi, bir o'gay onani menga bermadi, misol uchun. Bo'lishi mumkin, hayotda bor shunaqa deb. Menga shunaqa onani berdi, onajonim menga mehr berdi. Qaradilar. Endi taqdir shunaqa ekan. Hamma narsa yozilganda bu narsa. İnson o'sha onasining qornidan tug'ilmasidan oldin o'sha yozilgan ekanda peshonasida o'sha nima bo'lishi, qayoqqacha borishi, ota-onasi qachon ketishi, hammasi yozilgan ekan. Sizning yoshingizda otangiz bilan bo'layotgan suhbat umuman boshqacha bo'ladi. Qanaqa suhbatlar bo'ladi? Qanaqadir dardlashishlar? Chunki xohlaymizmi yo'qmi, siz ham уже 39 yoshdasiz adashmasam? 40 уже. 40 yoshdasiz. 40 yoshdagi inson bilan otajonning suhbati qanaqa bo'ladi? Juda ham boshqacha. 20 yoshdagi suhbat boshqacha, Aziz. Uylangandan keyingi suhbat boshqacha va 40 yoshdagi suhbat boshqacha. Shuni tushuntirib bering. Endi to'g'ri, baribir ota-ona uchun farzand 100 ga kirsa, 50 ga kirsa ham baribir yosh bola. Shunaqa. Baribir so'raydilar, nima ish qilyapsan? Nima qilyapsan? Tergab turadi. Tergab turadilar, конечно-da, otada baribir-da. Uylanmaysanmi, qachon to'y qilamiz? Bitta to'y qilaylik deydilar. Nima Xudo xolasa nasib qilsa-da. Keyin jo'rada ham masalan gaplashadilar. Endi chunki o'sha endi baribir katta bo'lganlar his qiladilar-ku baribir. Jo'rada ham gaplashadilar. U yoqdan bu yoqdan televizor ko'radilar dadam ko'proq. Televizor ko'radilar. Mana buni ko'rdim, mana bu kino, bunaqa ekan, bunaqa. Mana shu ko'rgan narsalarni aytib beradilar-da. Biron narsani ko'rdim. Mana bu bormi olayapmi? Yuribdimi bu aktyor bormi olayapmi? Necha kirdi shu? Kirib turadimi? Nima qiladi? Endi umuman bizlarni shevamiz, gapirishlarimiz, xarakterlarimiz boshqacha-ku. Shunaqa. Uylanish masalasi, Aziz, nahotki o'sha kinolarda ko'rsatilgan, kitoblarda yozilgan sevgi hech uchramadi sizda? Yo o'zingiz boy berdingizmi? Shu o'zi Endi shu mana shu bilan shu sevishganmiz endi ana o'sha maktab paytidan men bir qizni sevgandim, sevib kelgandim, yaxshi ko'rib kelgandim. Maktab tugagandan keyin ham, bitirgandan keyin ham sevishganmiz u bilan. Sevishib yuraydik. Keyin nima bo'ldi, nima qo'ydi, urushib qoldik, boshqa narsa bo'lib qoldi, keyin boshqa yerga tegib ketdi. Undan keyingi hayotga nahotki o'sha bir sevgi uchramadi? Undan keyin hayot keyin o'sha men keyin shu bilan ijodga, keyin san'atga qiziqib ketdim. Ko'proq shu san'at bilan, ijod bilan bo'lib qoldim-da. Shaxsiy hayot chetda surildi. Keyin bu o'g'limning onasi bilan keyin tanishdik. Bilan keyin shu nima qilib, sevishib yashab. O'sha sevgimidi kinolarda ko'rsatadigan, kitoblarda yozadigan Farhod Shirinning sevgisi edimi, Layli Majnunning sevgisi edimi? Men bilmadim. Yoshligidagi bir qanaqadir xatoliklar edimi yo'q? Biz oxirgi vaqtlarda, umuman oxirgi vaqtlarda emas, sevgini biz boshqacha tushunamiz-ku. Agar sevgi shunaqa bo'lganda sizni shafqatsizlarsiz tashlab ketmasdi. Balki u sevgi bo'lmagandir. Bilmasam. Endi sevgi ham bor-ku, his-tuyg'u, hissiyot ko'proq yoshligida bo'lar ekanda. O'sha mana o'zi yosh ulg'aygandan keyin o'sha nimalar ko'p o'zi hissiyot yoshligida odam ko'proq hissiyotga berilganda o'sha hozir o'sha endi короче nima uyim joyim desam. Shu hozir ko'proq endi shu nima deydi, chiroyli shu bir yaxshi bir uyim joyim deydigan bitta ayolni topib,
o'sha bilan chiroyli baxtli hayot kechirish. Oldin masalan u nimasiga, masalan uchun chiroyiga ko'proq qarardik, figurasiga ko'proq qarardik. Hozir shu endi уже shu samim главное oilam, uyim, joyim deydigan, sizni tushunadigan bo'lsa, shuni xohlayman men. Shunaqa ayol bo'lsa, men o'ylanaman, iymonli bo'lish kerak ekanda. Payg'ambarimiz ham aytgan ekanlar-ku, shu chiroyiga ishonmang. Chiroy ham yosh o'tgandan keyin o'tadi u chiroy ham. Boy, mansabdor, obro'li xotin olaman deb nima qilmang. Uni ham avlodi o'tgandan keyin obro'yi ham, boshqasi ham mansabi o'tib boraveradi. Shu iymonli, din-diyonatli xotin oling, u sizni baxtli qiladi degan ekanlar-da. Baribir o'sha iymonli ayol u biladi-da, u erni qanaqa hurmat qilish kerakligini. Chunki iymonli ayol ilmli bo'ladi. O'sha dindan xabari bo'ladi-da. Dinda ayol kishi o'zi yerga tekkandan keyin birinchi navbatda erini roziligini olish kerak ekan. Erini roziligini ololmagan ayol jannatga kirmaydi. Aziz Eshonqulovni baxt formulasi qanaqa? Baxtni menga tasvirlab bering. Sizni yoshingizdagi insonlar уже anchagina baxt degan so'zni o'zini ongida sig'dirib bo'lgan. Aziz Eshonqulovni baxti nimada ko'radi o'zi? Baxt deganda mana shu 4 so'zda qanaqa qilib ta'riflab berasiz shuni? Baxt. Men uchun baxt avvalambor musulmon bo'lib mana shu dunyoga kelganim. Birinchi navbatda Allohni tanaganim. Iymon bergani. Eng katta baxt shu men uchun. Adashtirmaganida eng katta baxt shu. Men mana ijod qilyapman. Xudoga shuncha mana sho'xliklar qildik, shuncha kayf sopalar qildik. Shuncha yurdik, boshqa nima qildik. To'g'risi, endi masalan boshqa birov masalan shunaqa bir bizada yurib kayf qilganda o'sha allaqachon astag'firullah bir narsa bo'lib ketishi mumkin-da. To'g'risi. Umuman o'zi balki yovib ketarmidi. Lekin Xudoga alhamdulillah, Xudoga behisob shukr. Mana shu Xudoyam shunchalik mehribon. Mana hozirgi kunda ham masalan mana ijod qilib, chiroyli yaxshi yuribmiz. Men uchun baxt mana shu ijod. Ijod qilyapmanmi? Bu baxtman. Ijodkor uchun ijod qilyaptimi? Bu baxt shu. Hech o'ylab ko'rasizmi? Baribir 40 yoshdasiz. Bu dunyoga nima uchun yaralganingizni? Har bir insonni yaralayotganini bir sababi bo'ladi. Hech shuni ustida bir bosh qotirganmisiz? Aziz Eshonqulov nimaga yaralgan ekan o'zi? Soppa sog'lom, bo'y basti kelishgan. Mana o'zi qiziqchi deganda qiziqchilik bu o'zi faqat bu kuldirish emasda. O'sha kulgi orqali bu ham shu bir yaxshilikka da'vat qilishda. Yaxshilikka da'vat qilish o'zi qiziqchining vazifasi asli. Kulgi orqali faqat. Mana imom, misol uchun masjidda imom masalan o'sha jiddiy gapirib, shariat bo'yicha gapirib, masalan to'g'ri yo'lga da'vat qiladi-ku. Xo'p. Qiziqchi kulgi orqali mana masalan shu insonlarni o'sha yaxshilikka da'vat qilish deb o'ylayman-da men. Tushunyapsizmi? Misol uchun o'sha kulgi orqali misol uchun o'sha hayotni qadriga yetish, oilani qadriga yetish, ota-onani qadriga yetish kulgi orqali misol uchun vatanni qadriga yetish, tinchlikni qadriga yetish. Masalan shu kulgi orqali masalan da'vat qiladi. Shuna qilish kerakmi deyman-da. Meni bu fikrim bu aslida o'zi. Sizni yaralganingizga sabab shu narsalardan biri.